Hammaga assalomu alaykum. Men Azimov nomli bloger o'zimni yangi proyektimga qo'l urdim. Bu proyekt nichik proyekt? Bu yerda biz jahon chempionatini boshidan oxirigacha ko'ramiz. Aynan sizlar uchun qiziqli bo'lgan o'yinlarni va bizani reaksiyalarimiz, gaplarimiz, xullas stream sifatida ketadi kontentlar. Nima deyecekman? Bu meni yaqin do'stim Odil Ulug'bek. Meni Danisla, tanimag'anlarga tanishtirib bo'ldim o'zimni. Bugun bizda birinchi stream jahon chempionatini, birinchi emas, 3-4-o'yinni ish qilib, Braziliya va Marokashning o'yinini birgalikda tomosha etamiz. Arada endi ketaveradi guringlar, o'zaro stream bilan ketib turibdi. Stream bilan ham gaplashib boraveramiz. Xullas shuning gaplar. Bilasam eng yomoni nima bu? Jahon chempionatining sayti, vaqti. Masalan, hozir sayt 3 ta futbol ko'rish azob. To'g'ri 12-1 bo'lsa zal yo'qadi. Lekin 3 ta futbol bo'lsa to'g'risi azamini turzayev zo'r energiya bilan so'lab turganligimni siz zo'r azizlardan shuni energiya deb o'ylamanglar. To'g'risi xushim kelib, bugun chekdim asabiylashganimni biladi bolalar. Dimazalarim qochib lekin aynan shu proyektda qo'l urgandan keyin bu proyektni zo'r etib rivojlantirish va bu meni mas'uliyatimda. Xullas. Braziliya bilan Marokash do'stim. Kimga bo'ladi? Ha xohlasang formadan ko'rib tursan Braziliya. Men ham formadan ko'rib tursan deb aytdim. Mikrofonda. Sen Braziliya. Marokаш musulmon davlat do'stim. Endi Противостояние этих команд, как я уже говорил, они встречались между собой за все время всего лишь 3 раза. Marokashni aytaman. Musulmon davlatni uchun bolet etmaysan. Braziliya güçlere bolet etishmayam maksat. ya beda o'zim uni ko'rishdan maqsad men Vinini kuzatayapman. Marakash. Vinini personalniy muxlisimisan? Ana o'lma, endi to'g'ri borayotirsan. Lekin Vinini bilsangdim ko'p heyt etadilar, bilasan? Ha. Rasist silagati. Ina Vini! Vini! Do'stim. Ya Oddiy. men просто realchi bo'lganligim uchun yaxshi ko'raman. Tak. Duman muxlis emasman Vinicius. Ya Vinini o'ynaydi. Короче, taxminiy shotni topsang baku. Bu o'yinda taxminiy shotni bilmayman, lekin Vinida 2 gol tutibman men. Yo'q, sen eshitaqi. Sen hozir taxminiy shotni topsang, men jo'shaman sen. No. Shkol normalniy. Обед. Abi. Yetadi. Taxminiy shotni aytgan 3-1. Braziliya 3. Marokash. Barana yaxshi kimlar gol urishini top telefonim seniki. Тогда на волне успеха после... Sonra ufudrasida qiynamoqda sonra. Ey, sana Vanga deb отдельный proyekt ochib beramiz keyin. Yo'q. O'yin mobaynida ko'ramiz. Yo'q, yaxshi taxmin etar, hozir masalan. Ya Vinini 2 gol urishini bilaman Vini lekin. 2 gol, yana kim? Bir golni kim urishini? Rafinha va Casemiro va Bruno Guimaraes mi bir narsalar va shulardan kimdir urishi. Zashnikda Martinez va keyin Naba Militao. Rafinha bilan Vinining 2 goli. Marakashdanmi? Deshim doningsan. Yo'q, tanimmoqman. Men shundaysa men Marakash uchun emas, Vini. Brahim Diaz bilan Hakimi ham bor. Men aytaymi taxminiy shotni? 1-1. Kim uradi? Lukas Paketa bilan Marakashdan hujumchisi uradi ish qilib. Kim shu? Adını az göremiz, okuyumuz işede. Adı kime ki? Первый чемпионом мира в той Маракеште ким бар o'zi? легендарной сборной Бразилии, в которой играл еще Пеле. Как делился воспоминаниями Анчелотти, его первое воспоминание о Бразилии это был 1970 год и их матч против сборной Италии в финале того турнира. Ну, тогда Бразилия выиграла 4-1, и тогда, по словам Карла Анчелотти, осознал, что игра в футбол может быть искусством. Как он отметил, у Италии была сильная команда, но Бразилия просто танцевала с мячом. Ну, конечно же,
Тогда kaç в то время oynaları. тренер Gerek команды Ay hücumsuz ketdi axı. Марио Загала Adını yox elmin использовал qaldım. для описания действий в атаке концепцию 50-х. Ну и тогда четверка атакующих исполнителей в лице Левина, Пелет, Астау, Жирзиньо и поднимавшийся к ним из полузащиты Жерсона весьма очень свободно Ну. Vini dostum. показывало просто Vini. невероятный футбол. Gördün mü Сейчас kameralar hemmez К большому Vini'de. сожалению бразильцев и их болельщиков такого количества десяток в принципе нету у Yaz Селесао. tutmayacaq tabii. Ne yazdım o? Карло Анчелотти намерен строить свою игру, конечно же, вот, вокруг своей примы, с которой он работал долгое время в мадридском Реале, это Винисиус Жуниор. Ну посмотрим, что у них из этого получится. Обе команды Да, oyun представляют весь цвет европейского Maçlarda клубного görmek aldı. футбола. Здесь полно представителей топовых клубов и Англии, и Франции, и Испании. Ну что, главный арбитр нашей встречи Славко Винчич дал стартовый свисток. Ну и давайте начнем с составов команд. Начнем по традиции с хозяев, со сборной Бразилии в воротах. Под первым номером у сборной Бразилии Алисон Беккер, Ливерпуль. В обороне слева направо 16-й Дуглас Сантос, питерский «Зенит». Под номером 3 Габриэль Магальяеш, Арсенал. 4-й номер капитан команды Маркиньос, ПСЖ. Справа 24-й Xullas, Аляхли. o'yindan kommentariya berib o'tiradigan bo'lsak, 8-й номер Бруно Гимараеш, Ньюкасл Юнайтед. И Braziliya первый bilan номер Marokash. Казимира Marokash Маньеко jahon играет. chempionati 2022-yilda, do'stum. Атакующий О! линии бразильцев. Штраф. Sari. Седьмой номер Сармес. Винисиус Жуниор, Сармес. Реал Мадрид, 20-й Лукас Пакета, Birincisini geçirib Фламенго, eşek. 11-й Рафинья, Барселона. Xullas, Marokash и 2022-yilda Yomon из tutdilar, ha. Брэнфорда, главный тренер команды polfinalgacha Карло borib, Анчелотти. O. meni komandamni chiqarib berganligi uchun Бесценный men sal jajdamman. этой команды Ya'ni Бесин Portugaliyani Буэнос 2022-yilda chiqarib berib, Cristiano Ronaldo'ni yig'lashini majbur etgan komanda bu. Ашраф Хакими с Shuning мячом uchun sal попытался shu aytganimni yomon ko'raman desam ham bo'ladi. бразильцев. Капитан Sen o'zi kim jahon chempionatida kim bo'ladi tutsam, prям истинный. Portugaliya javob. Sen bo'lmabsan sen. Portugaliya. Sen bo'lmabsan sen. Ne uchun javob? O'zbekistonda kim bo'ladi dedi. O'zbekiston ichimdan bol etaman, lekin Portugaliya shuni qo'lab tutma. Ya to'g'ri, men Portugaliya uchun men ham xohlayman, O'zbekiston ham men xohlayman 1-4 finalgacha borishini. O finalga qani biladi, zo'r Portugaliya bilan O'zbekiston finalni o'ynasalar. Portugaliya bilan O'zbekiston bu o'yinni ko'rib bilamiz keyin biz finalni. Men uyda ko'raman, men bu o'yinni keyin. Nechun? Streamda. Axir men aytaman, Portugaliya bolet etib o'tirganimni O'zbekistonga qarshi hamma ko'rsin. Ay, biladi, cho'p opasini chiqdi biz balla biladi. На желтую карточку, конечно. Bu gapni ham to'g'rilik. Зацепил. Shuda. Braziliyaning shansini nechta bo'lasan jahon chempionatida? Биляля Эльхануза, ну, Normalni. Ham podarka balladan emas. падая на газон, тот изобразил Sen Braziliya bolet etib chiqman deysan, hali bir ataka o'tganini ko'rmadimmi? Endi Vinicius tenkada yurtdi. один Винисиус. Va ikkinchi taymda o'ynaydi. Остался перед мячом, ну а Xorlashtirolmayapsan buni. Ya, Vini bilan telefonlashmadim. и Birinchi практически taymda o'yinni o'rganamiz dedilar. Ikkida на tirs своей tirs tirs tirs. штрафной площадке. Ishlarni ko'rib Да, и tashlaymiz хотя dedilar. говорил Карло Анчелотти, что сборная Бразилии должна играть по схеме 4-2-4. Sen böyle Это yaxşı всего лишь oynattılar, была he? дан уважение традициям бразильской сборной, которые всегда и старались играть в яркий атакующий футбол. На самом деле, при Карло Анчелотти Azizchik deb yozibdi. Aziz. играть Tamam. на контратаку Men yo'q. равны по силам. Поэтому и сейчас со сборной Марокко бразильцы
не особо пытаются забрать мяч себе. Ну, и, возможно, попытаются поймать марокканцев на контратаках. В принципе, Chaka bu balı. игроки у бразильцев Оу. быстрые, Tuttu bula. Оу. İştahından tartmay. что Рафинья. Оу. И они в контратаку могут Оу. убегать очень легко. Поэтому Ne сборная böyle Марокко yapmasın? нужно Bularni Voratalisi güçlü atgancha. за ними Kimiki? Marokashni очень Bunu, внимательно. Bonu, Bonu mu? Ну и Боно. давайте. Судейская Боно. бригада. Тоже назову вам Что-то. ее. Aytgancha Главный bize рефери. Вообще судейская бригада у нас. streamimiz Hankada bo'lib turibdi, do'stlar. Это главный арбитр. Славный. Dendi На Game фланге помогают zonasida. Кванчник и Ularga Андрош kattakon Ковач. rahmat albatta Резервный shunga арбитр sharoit yaratib Сандра berganliklari Шерер uchun. Швейцарии. Va Sebastian xudo Santos xolosa из keyinchalik ham Германии. И streamlarimiz, ассистент ему Вилли videolarimiz Делако из Франции. albatta shu Комментирует для Dendi вас Game матч zonasida и bo'ladi. и его вместе с Bu вами hozir Мурат qaytadan gap Тулгаев. Ну, hozir qaytadan gapimni o'zi vashshe Instagramda aytmadim. хорошо себя чувствует на поле. Nojekmi? Подопечный вот этого Ushbu специалиста video Мухаммеда Уахби novu maqsadda, novu manfaatda chiqib по-хозяйски turibdi degan расположились savol на javob. половине поля. Внимательно Бразилия, eshitdingmi? марокканцы. Bu videolarni Ну и бразильцы editorlar yoki не bo'lajak особо- editorlar, не особо montajchilar, противятся umuman farqi yo'q. Xullas, правым флангом. bizani reaksiyalarimizni, zo'r nareskalarini chiqarib turib, Instagram platformasida Qo'ysalar. Ой-ой-ой. Ay, Да, dur. и спасает. qo'ysalar, biza Номер. bir oy davomida shu nareskalarni kutamiz, qo'yib yuringlar va jahon chempionatining finalidan keyin ertangisi kuni Бразильцы biza birinchi o'rinni, ya'ni eng zo'r video biza baho beramiz. Prosmotrına qarab, sifatına, kreativuna qarab baho beramiz. Birinchi o'rinni чересчур вальяжно. внимательно eshitdingmi? iPhone 17 Pro Max. И вполне могут наказать за это сборная Марокко. Удары из-за пределов Tushunibsan? штрафной. iPhone 17 Pro Max. В Лукаса Ikkinchi o'rinni Novadi. и остается с мячом сборная Ноутбук. Марокко. Диас, Ikkinchi o'rinda notebook, tushunibsizlar? Uchinchi o'rinda Novadi. хороший Naushnik. капитана. Dabafga? Dabafga hamma narsa bo'ladi. Yana nima dabafga yana zo'ra? Bilmaydi, naushnik. От Ашрафа Хакимиева Bu naushnikning yonidan ham bir narsa kerakdir balki. коснулись. Meni qo'lim kim chip tashladi? Действительно так и Shuni aytaman. произошло. Пролетев на Bilmayman. зону, у Габриэля Почему Магалhães мяч задел его. Yomonidan Dendi Game zonasida какой-то bir aksiyalar qo'yamiz Dabafga. Lekin do'stlar, iPhone 17 Pro Max notebook uchun harakat etadigan joyi. Bu narsani Instagramda hali endi aytaman, chunki bu birinchi streamimiz, birinchi videomiz. Играют на этом Lekin чемпионате harakat Барселоны. etish uchun Очень katta bir maqsad bo'ladi bu ham. 500 раз Oralaringizda kimdir передает сигнал. iPhone uchun pulingga bergan bo'lishi mumkin yoki notebook uchun pulingga bergan bo'lishi mumkin. Shu narsani orzu etib bergan bo'lishi mumkin. Biz esa shuni imkoniyat berib turibmiz. Faqat bizani videolarimizni nareskalarini qo'yib, Instagram platformasida qo'yib, ana iPhone 7 Pro Max'ni notebookga bo'lib ketishlaringiz mumkin. Bu yerda xohlagan odam qatnashishi mumkin. Xohlasang sen ham qatnash. Chegara yo'q. O'zing qatnashasan? O'zim ham qatnashaman. Men ham qatnashaman, men prosta. Men ham qatnashaman. O'zimga postimga qo'yib, zo'r etib, edit etib uzataman. O'yinga qaytaryapsiz. Braziliya bir ota qaytganini ko'rmadim, lekin men do'stim lekin. Tutasi jo'ram. Chota bilan Marakash bilan yomon o'ynab tutdi bilan. Yo'q, minutni o'ynagan bilan. Vini ko'rinmayapti, jo'ra. Yo'qolib ketdi bola. Ay. Qanaqa Vini quyoshlanib. Shuni aytaman men. Deb boshimda bilan qo'rqizib. 14 номер этого Лиссадио. Marakasham bilan Oo. ekan bular. Ey. Yaxshi. Mana shu Marakashda bal etib turibman. Мяча от марокканцев. Yo, bular qo'shroq o'yinga tutdi, zo'ra. Юное дарование, Ona qarasang, которого Вах, сборная вах, Марокко Адам Муминин дал. увела у французов. Борьба, Nasıl штрафны? Плечом Nasıl штрафны? бразильцу попадает Ашраф Хакими. Неприятное столкновение. Штраф yok öyle da?
Yaxshi ilonishtirib qo'yma, qara, kalla. Ah. Qopaqdan berdi o'zim. Ну, немножко досталось здесь. Voy Voy, voy. bu yan udardan ham göre pese normal tushdi bu Jora. Но нарушение правил, в принципе, никаких О, нет. Кими. А нету. Все-таки арбитр. Cristiano Ronaldo jahon chempionatında 10 gol ursa, telefonimni podarka etib beraman oralaringizdan kimgadir. Разыграли мяч. Yo'q, jahon chempionatini Portugaliya o'tsa socham moldiraman. Kela. Tutsa, Мяч. Soldırma. Очень, Men очень uchun motiv bu, насыщенный tushunding? сезон был. У многих Futbol футболистов va ой-ой-ой, теряют Qani? мяч. Ey, boraman Marokashga bolet etaman. Qanısına Jora bize Braziliya tutibsan. Yo'q, men prosta formasini, men prosta formasini yeyib o'tiribman, do'stim. Saraydi hozir, saraydi Jora. Men prosta formasini yeyib o'tiribman. Sen o Braziliya bolet etib o'tirsan. Men Marokashga bolet etaman. Men Jora Braziliya emas, Sloveniya bolet. Началось после того, Endi как baribir, очень men ham неудачно оправдал ne мяч. Al Nassr, Ronaldo uchun bolet etaman. Его на несколько метров. Shu Ronaldo uchun Аунахи пытался пробросить, прорваться. Ronaldoga gap so'z yo'q Сразу Jora. сквозь двух бразильцев. Portugaliya bilan O'zbekistonning Но у него o'yinini это не tasavvur et. получилось. Ronaldo Ну так nomer вот, ayting. в финале Лиги Ben Чемпионов yokum. играли против друг друга. Portugaliyani В mi? толпе обороны. O'zbekiston Бразильской 4 o'yinda. сборной снова потеряны. Yana Что ж, yozib o'tirsan. не дают мне. А Ого, противостояние офсайд. Маркинеса и Магальяеша бразильские футболисты своими потерями... Bu ne poz bu? Marokashga ko'ra sen ne diyorsun o'yin o'ynaying? Kelib bir qo'shray. Aytdim ku, qo'shray o'yinga tutdi bular bilan. Men yaqinda Очередной tushdi. подход к воротам Алисона Беккера у сборной Марокко. Her bir pasda oley deb pisiga tutdilar, gördingmi? Ha. Oley! Kal brat Mazraoui. Messini Ey oqlamoqchi. Mazraoui, Mazraoui. Очень низко опустился нападающий под 11 номером Исмаэль Сайбари. Чуть ли не в одну линию. К защитникам своим. Ой-ой-ой. Ruka emasmi? Какую хорошую передачу Okay, придумал Jora сейчас qo'ysa. Нусайр Мазрауи. Moga, ey, men sen ishtirok bir arada ekan bu jillimya bu. Hop. Мягко забросил. Braziliyaning uchun yaqin so'yat. Tutdi Между Jora. бразильских футболистов, но не pрошла передача. Ha, Braziliyaning yani o'yinlarini ko'rib, yosh vaqtingdan gapirganini söyleysan-ku. Yaqin Yaqin sport. so'yat tutdi Jora, rostdan yaqin so'yat. Evvelki o'yinlarini ko'rdingmi bu Aa. yerda? Qachon ko'rding Braziliya o'yinini? Yonimda yo'q. На половине поля. Сборной Neymarni Бразилии. tushirsalarmi aytayım ya. Neymar tushmaydi. Славко Винчич Neymar o'ziga увидел. qo'yapti. Yine Neymar tushganda rostdan Braziliya bolet etgan bo'lar edi. Neymar men uchun legenda. Ну так вот, Hakikaten. Маркиньос с Габриэлем Ronaldinho'nun Магальяешем derecesindeki futbolcu Neymar. до самого последнего Ага. звонка отыграли Yok hiç öyle. европейский Yok ay сезон. studiyo ne diyeyim boş açı. Bak bu Jora italab Когда в финале tutdi. Лиги Чемпионов Qo'lini ishlab tutdi. Bak. ПСЖ и Арсенал разыграли между собой главный клубный трофей. Lan sen Старого dostum Света. ayta bizden işte. В том матче они были противниками. Ну и Уж вы богам mu girin. прекрасно помните, Маркиньос Oyunun başında aytding-ku, Braziliya bor в aytmading-ku. составе ПСЖ Dur, одержал dedi, как я победу во стоп втором qiladi, для как парижского Neymar клуба o'g'anında Braziliya bor aytadi desa, dur. в турнире Лиги Чемпионов подряд. Yetding meni. Yetding meni. Теперь атака бразильцев. Yandan ne gap bor Atapanda. Go go. Одно из немногих касаний Hey sen bir de oturdunuz da. Hı? сделала ситуацию в штрафной площадке Марокко Калькаллен. напряженной, но Игорь Тиаго до мяча не Sen bu дотянулся. tarafa Hozir Jora Вернее, он промахнулся. Braziliya atak etdi, sezdingmi? Davay esa men aytamiz короче. С этого ракурса Braziliya gol ursa Temurni urib tashlaymiz hammamiz. не Isab. промахнулся, но Ben za. Yotibman ha. Men za. Klassdoshlar ko'rasan bormi? Yunda klaslash. Aytdim bak. Kelashlar. Marakash gol ursa yaxshi, Nadoni urib tashlaymiz. Bu neda ko'ngilda? Nasıl? Varatalisini sochayapti. Alisson Becker ku bu.
7-chi o'yin. Glenni Лонгголаса, Алисона Беккера, но сохранить мяч бразильцам не удалось. Braziliyani men aytdim-ku, balans bor komandalar o'tadi bu chempionatda. Bu Braziliya favorit deydilardan, lekin ham Marokashda ham komandalar o'tib ketadi Braziliya. Pozlaştı Slavya ekan Braziliya. O timini pozlashda ko'p narsa hal etadi. Balans o'shab beradan pozlashda o'zi. Для Бразилии зависит от настроя и от игры. Kazemiro bilan Bruno Guimaraes bor, Guimaraes bor. Казимиро Бамел. Ha? Успех Манчестер Юнайтед в прошлом сезоне, конечно, невозможно представить без Казимира. Своим настроем Ne? Bu ne pas? Boş açı pazlar. Bu ne pas? он помог Ey, men Манчестер men tushunmaydim. занять третье Rafinha место. bilan Vinicius bor komanda. Chebirsen. Повтор. Момента, по-моему, было касание. Rafinha Большого yo'qolib игрока. O Kaka. Kaka. Braziliyac Ronaldo keladi bu biroqlari. Футбола. Roberto Carlos. Кака. Ne kommentator men gaplarim qaytarib o'tibdi. Реал Мадрид. Учится, бей. В прошлом чемпионы мира в составе сборной Бразилии. Milandan Milan'a yo'q, ha, kishati. Ronaldo oynağına. Ronaldo o'ynagan Kaka o'ynagan. Последний раз сборная Kaka'nın Бразилии adı ne становилась kadar, чемпионами мира Kaka. Kakan в adı başka 2002 kimde var? году, Ricardo Kaka adı. Yok. когда он проходил. Yaxshi hozirgi adını Не aytaman помню, da. Kaka. Южной Корее, ну и тогда Adın kim? Mesela совсем Xorazmda shunday bo'lsa da, adın Kaka'da. напомню, Adın kim? конечно, Zora не Кака. появился Kaka. чемпионом. Ya serios adın kim? Но чемпионом Кака. мира в А кака? составе бразильской сборной он стал. O'zim yo yosh bolalar aytsadim. Ну а Роберто U Карлос, agar bolasi bo'lsa Kakakov bo'ladimi? Роналдо феномене, Hı? Kakakova. не говорить. Kakakovich. Роналдо феномен. Aktı Kakakovich. Kakakov. Как и Роберто Карлос. Kakakov Kaka. Vallahi. Это 94-й, Vay vay. 2002 год. Kaka. Taş. Так, в 94 году, да, Kaka. чемпионат мира проходил, Hemen O'zbekcha o'tirib qo'ymayman sen? где и сейчас Karanglar. Dümenman gülüyor. играет сборная Hı. Бразилии. Ricardo Kaka'nın hakiki adı, Hı. yüzü, Ну и yüzü финальный матч yolgan пройдет eken, на этой yüzünün арене. adından emin bu Здесь eken. Уисп Ricardo Рутherфорде Jackson dos на Santos стадионе Liette. Нью-Йорк, То есть Нью-Джерси. Liette mi şimdi bu abi? Hoş Kaka'nın el- Liette yaxshi edi, Kaka. Возьмется за ум, то, возможно, это Yetti. будет можно назвать своеобразной репетицией перед финалом, если Yetti бразильцы demişler. туда дойдут. Пакета с мячом. Ço. И не успевают партнеры после скидки Рафини к мячу первым. К нему успевает Есимбону. Bilmesen koyarlar. Aynen. Пакетана, Рафини. Qo'y do'stim, qo'y. Ha, o'zbekcha sharhlash bilan ko'rsa boshqachada, ha? Chunki vaziyatlar yaratib berishadi uning qanot o'ynayotgan futbolchilar. Ha. Vaziyatlardan unumli foydalanish kerak. Ha, to'g'ri aytyapsiz. Rafinyadan pas, faqat bu safargisi Rafinyadan Nonik pas chiqdi, ha. Yo'q, Mazraoui edi bu. Mazraoui yana to'p qaytarilyapti. Голос хороший, прошло много времени, вы его не поймете, deydi. Manga qaras. Bat. Meni do'stim bilan undatma. Kottej deydi, kottej. Mana shu ikkita futbolchiga juda ko'p Zuk doğrulanma deydi. Zuk. yaxshi tushunishdi, faqat Vinicius Az doğrulaymiz 1 minut. aylanib olaman dedi-yu, to'pni Nima dedi? qo'ydi. Zuk Lekin doğrulanma to'p deydi. ishlab oldi. Braziliya mana Gabriel o'zini ko'rsatadigan vaqtda Gabriel Ha? Magalhanesni nazarda Zuk. tutyapman. Yerde neden buluşun Zaxirada Gabriel Martinelli ham bor chunki hazır neden bu tutmakı? Bu an havası Golda kim standart zapt vaziyatlardan etdi? gol Kamera o. Kamera zaptı. yigitlar
Bu Bu mikrofon kamera. kamera zaten. Yordam berishlari kerak. Yo'q. Bruno Gimaresh to'pni o'yinga Bir marta bo'lgan edi. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Assalomu alaykum kirganlarga. Zukni to'g'irlanglar. Zuk to'g'irlandi. Xudo xolasa ustida ishlayapmiz. Va alaykum assalom deb hozir gaplaganlarimmi bu vaqt? Normal chiqdi. Ya biz hozir oxirgi gapni ham videolarimiz. Biz ham ostdan qo'yamiz. Buni shuni olib turibdi-da, ha? Shuning Marquinhos. Biz 5 ta qo'ysam Bu mana sezonning o'xshaydi. so'nggi uchrashuvida PSJ o'tkazgan Nasriddin Chelsiga. Lekin ayni mana shu stadionda boshqa bir tarixiy Menimcha Zuk endi normallashdi, to'g'rimi? Efirda o'tirganlar bo'lsa aytib beringlar, Zuk normallashdimi? to'pini hisobida va bu albatta alamli natija Viniciusning ham Sen o'zgargani? Voy Do'stim. Ay, no dedim. Hujumchisi gol uradi dedimmi? Azimov Vanga da'vat samolyotingizda ekan. So'ral lekin sen bu o'z bilan u aytgan emotsiyalaring boshida to'g'ri Yo'q, axir Marokashga politga etib beraman dedim. Sen protiv bo'laman men ichida. Ya Braziliyaga ishonamiz. Hali 21-minut. Настройкаларni tushuntirib olibdi bolam. Kim Zohir Edgining Короче, impoza qarasang, Ijraver. Braziliyada bilat cho'ta zashta yo'q. emas, balans qo'zg'ashda вообще o'ynamay turibdi Braziliyada. To'pni minutdilar. Chiqarib minutdilar. Gruppadan chiqmaydi desam ishonasanmi Braziliya? Jo'ramang Braziliyaning keyingi o'yinida emas, men hozirgi o'yinda Bu epizodda jamoasiga yordam bera olmadi. Biz bedan bir narsaga yeb bilamizmi? necha bilamiz ha? Sohilda kim edi? Yo'q, kuxnyasi uchun berdan deb mahonkalar. Birga vaziyatga chiqargan o'sha qahramon kim edi? Biz bu territoriyalarda ber bo'lmasam boshqa variantlar. Azmuroddan sonra kim Murod aka? Nadir gazollar yaptı Zinga. Yo'q, imbeda ishlardi. Nega ketadi? 5-6 yil ichida Marokashchilar ham nafaqat o'yin tarafidan balki xarakter tarafidan ham ancha katta Chiqib o'sishga erishdi. 90 minut. Hech kimdan cho'chiyotgan. Ancelotti! Assist. Saybarini mana shu birga vaziyatga chiqargan futbolchi Real Madrid vakili ekan. Ya'ni Carlo Ancelottining sobiq shogirdi. Hozir aynan Ancelottining darg'azab holatda ekanligini ham ko'rdingiz. O'lim ham o'zini shogirdi. Ha, chiqarib berdimmi? Yo'q, ne? Coffee break. Ayni vaqtda bo'lyapti. Hozir Ancelotti Evet. foydalanib 3 minutmi, 2 minut bor. yana ruhlantirishi ularga bir nechta Gördüm, ko'rsatmalarni gördüm. berib olishi mumkin. No. Marokash birni urdi. Endi do'stim, Marokash yana birini uradi ekan. Men shuningda bo'ylab turmayman. O'yin davom etadi. Yetadi shunga bir danasi. Yo'q. Yo'q ha. Uzoqmi shu darajada? Otish kerak ekan. Xarakter ko'rsatishni albatta Хотя бы cheesecake bir narsalar bo'lsa bersa, yomon bo'ldim men. Oshni aytib ber. Boku ya doğru tayyor tutku. Aslında bir variant etip bilimiz menga. Yo'q, imbeda Şurada gerek. Ku narsa. Oshni Ana aytib ana ber. vinini xichetdilar. Do'stim yetdilar meni. Ya'ni men aytdim bir, iltimos. braziliyalik muxlislar
Ko'plab tahlilchilardan ko'ra yaxshiroq. Pasakara bay ne bana yakın spaz bay. Uchun Hı? arzon bo'lmaydi agar mabodo Tamam. India mag'lubiyat bilan boshlanadigan bo'lsa Braziliyaga. Bak böyle. Kuchayadi ularga. Uzatmaga o'tganida Thiago birga vaziyatga Ne yapsız ama seyirtmişse futbol yaman git tuttu. Marrakeş yenen bir golünü vuradu az kara. 7 kontra ataka. Ashraf Hakimi. On kanattan hücum eken. Ana! Bir şey yok burası. Bir şey. Canım Brezilya formasını geç. Ne imbo görüyorsun he? Real'ın Vinicius'un gibi otursun gerekli. Çöp oldu niş oldu. Sucuya tarafta. Sucuyadan mı bakan biri? Hiç istiyonim ya balansı yok ama. Akara. Yok ahı bir de. Ha? Ne düşünüyorsun tutturasta? Televizyonun nasıl yeti tuttuk şimdi. Ne? Bazıları işte fotoğrafını bırakın bak. İndi mi? Bu siz mi? Yok indi azı şetsek buladı bize böyle yine bir köprak gerek ku bize. Zor idea bu. Hı. Sen vakta bak. No. Bir merse Yok mavi izleyemiştin. Asik mükesen stream etedi da. Şimdi hiç kameranı notebook'u içindin mi? To jest az zekim bildiyse yine bu kameran var yine. Şunu notebook'u ile. Ne gereken? Cem bana öyle yani. Bana televizyon öyle durup bunu notebook'u ile gereken. İşte o kaç da вообще beton olsun. Notebook çıkarmasan olsaydı. He işte. Taksi diyen Medyam kompüterin özünden zvukunu verip futbolunu kompüterin özünde zvuk için koyup koyamız. Hı. Ben nasıl ses söyle oturarız üstüne. İmandan zvuk çıkıp durardı. Oo. Daha ses gerek şunda. Mikrofonla çıkıyor. Yok. No. Stream niminde koyalım. Kaçın da? Ne? Futbol niminde koyalım arka fonda. Hazır yine sen gelip otursan koy. Hı. Doğru mu? Zvuk imandan çıktı. İmanı arka fonunda futbol getirip durardı. Yok keyingilerinde şetsek buladı. Bu bana ikisi almıştır. Bu. Mikrofon bilen mi ne? Av bile imanı. Ha, web kamera bilen mikrofon. mikrofonla anlaşılır. Yok ağzı bu işin indiraversin. Bir de böyle tamam köp ziritiyle oturgan yok bak şimdi onu. Roma oturt diyeceğimiz abi. Yok şu maksimalliğinde golsuz butturasın bir. Güzel bir muhumrakta. Ve bir ten görediler bunlar. Bu neyse keyingi уже stream'de şu web kamera bilen bir nersesini başkasına koşuyor. Sen netsin oldu. Bu stream mu tipa danışız ya neyse. Ya konkurs bir nerseler olsun. Deni montaj et bunları sonra. Stream'ini koyursan danışsın. Oo. Geldin. Şey yine. 1, 2, 3, 4, 5. Normal bu var ya. Normal. Bizler az gaz düşünemiz lekin. Lekin joy görsen ya hiç futbolga borib turib Amerikaga. Живой baba, живой dostum. Hamma momentini görüp bilasan, ben живойdim. İpinden ta iğnesine görüp bilasan. MetLife stadioni ko'proq futbol uchrashuvlaridan ko'ra aynan NFL bahslarini ko'proq qabul qiladi.
Bu yerda o'sha amerikancha Zorada o'ynab bilmaydi tutdilar bular. o'yinlari ko'proq o'tkaziladi. Bilaga o'rab tutmaganlar. O'sha Super Bowl'larga Offside. qilgan stadionlardan biri hisoblanadi. Hozir Braziliyadan yana bir Yine. Vinicius Ne? va zarba ko'rishimiz ham mumkin. Mana shu nuqtadan Bruno yo'q. To'pni yana qaytarib berdi Viniciusga. Vinicius chap qanotdan. Vini! Yoqsan yetti! Молодец, mujik bola. İşi bola bozak bola jora. İşi bola bo'lajak bola işi. Qani poçak. Yaxsan, men ne dedim sana jora? Men ne dedim? Vini'ni bugün 2 golu bağ dedim. 2 gol urada dedim ben bir. Urada birincisini açtı. Imdazı yine bir gol suncadı. Şu bilan arkadan yürüdü bola izleti. Polni yandan bana bart gelip. Qani 3. golun azı Rafinha uradı. Polni özüm hesap kitabım bilen getip batıranmaz. Bolanın tepkisini gördün mü? Bola yaman. Oynatma. Carlo Ancelotti biraz kaşını diklepmek ya. Anlattın onu sana. Yönettirgen bolsa bir gol urub bergandan bolat şimdi. Kara. O. Dum Yetti. osan boldu lekin ay. Makara. Hop. Kanlı canım sana. Gördün mü? Neçin dum osan? Ya özü hal qiladi axı dostum. Podarka boladan masa bu Vini. Kara. Toştin. Mujan nuqtası. Hammasi hisob kitob etilgan. Polni. Qaytdimi shunda bulazi? Buratni burda yaktım ağzı. Burdini gördün. Az bula qaytdimi shunda? Ya o'yinda bular. Ama gaplashib turishanda sen deydi bo'lajak bolasan deb, kelajak avlodsan deb. Viniga ham albatta bu gol kerak edi. Kerak, yana birisi kerak. Bilasiz, eng ko'p Yana bir gol kerak. qilinadigan futbolchilardan biri ham o'zi Vinicius. Hmm. Sababini ham yaxshi bilasiz. Real Ha, Madrid tanqid, hamma tanqidni tayyorladi besan. kelganda hech ura olmasdi. Va shuni deb ham ko'pincha braziliyaliklar negadir Braziliyaga O'chib qo'ysagan bo'ladi. bor kuchini sarflamaydi Braziliyaga. O'sha mehr bilan Buna zo'qimiz kerakmi? Bir bor bor. ko'rsatdi. O'chib qolgan yaxshi deb. 10-chi golni uryapti 50-chi o'yinida. 10-chi Ha? golni urmoqda Vinicius. Ha, gollari kam baribir o'yinlarda. Angla bu boladan to'pni. 50 o'yinda endiga 10 gol. Maraka ko'p otaka tutdi, sezib tutmasan? Vingeru markaziy hujumchi. Shuni aytdim. Oo, yetmadi lekin, hech yetmadi bola. Urushyapti Ashraf Hakimiga nisbatan va Vini undan o'ynama dostum. Ey sen dil uzaq Hakimi'ni Krayin'da oynadı Vinicius. Neçe hozir Aka, Hakimi'den değmeyen gördün mü? Değmeyen zora geçine. Ne oldu ettiğin? Hakimi'ni Krayin'da oynadı bu Vinicius. Hı? Hozir neçe elden Hakimi çıkmadıdan başka bala çıktı. Hakimi bolsa hayta Hakimi- uçmasaydı oynayan zamanlar. Hakemin semiş yapaymış ya çık git öyle. Hakimi albatta bir-birlarini yaxshi tanishadi. Aka, değmedi ahı O'z bu. vaqtida Hey. Ashraf ham bilasiz Real Madrid Hakimi ben normal bağlamaganda bu. En zor blogger kim sen için? Xorazmda mi? bir mavsum Yo'q, shu O'zbekiston bo'yicha. Xorazmda. 17 Xorazm. Realga Xorazm keldi. güch. Hatto undan ko'proq ekan. Bir necha mavsum davomida ular birgalikda Azimov. o'ynashgan. Hozir Ashraf Ya серьезно? Beketga chiqardi, Серьезно? imkoniyat Серьезно? berishmadi. Серьезно aytibman, Zora. To'pni qaytardi. Ibrahimdan Necha boyting? O. Menmi? Ova, sen misan Azimov? Menimcha Marokashlik futbolchiga kelayotgan edi. Azimov. İkinci oyunda kim? İkinci o'rinda Bahram Murad'ın ne? Ya o sen meni bu birinci oyunda al sen. Meni birinci oyunda al zora. Ya seriöz ikinci oyunda kim? En zor İkinci blogger. o'rinda men Zorazı Begi Bratan'ı koysak bo'ladi. Begipo. Begi Bo İkinci oyunda. ikinci o'rinda. 3 tane. Hakimi. Zora qiynayverma meni. 3'te kim 3'te? Üçüncü o'rinda kimni qo'yamiz uchinchi o'rinda? Sen aytdin Üçüncü ben. o'rinda Jinskilar ham ketaveradimi? Yok Jinskilar belli. Oo, öyle bular ham bormi? Hmm. Az. Aldırma bizi to'pni. Kim? Uchinchi o'rinda Zora Ne? Adı kim edi bolani? Bobur. Bobur Nurmetov? Boburni Zora qayoqdan bir qo'shiq chiqaradi-ku. Shu uchun netaman. Kuzataman. Koşkuçu mu? Ya Vine için mi? Vine'lar ham normalniy. Fojiadek qabul qiladi Braziliya. Aa.
Yaxshi. Jenskiy versiyadan ne? Mesela Xorazmda eng zo'r qiz bola blogerlardan kimlar sen uchun? Top 3. Chempion bo'lgan to'g'ri. Azam agar. Mundiallar tarixida eng ko'p chempion bo'lgan jamoa bo'lib turibdi Braziliya. 5 ga. Sog'inib qoldi muxlislar. Men doğrusu ularni ko'p kuzatibman. Evet, mikrofonu bunda kulağına söyleyecek. Qiz bola blogerlarni ko'p kuzatibman do'stim. Yaxshi, kuzatmasang ham kuzatasan-ku, yallingdan chiqqan-ku. Bak birinchi o'rin. Oo! İki dona sarı. Javob Kim, ketdi. Kim ha? Kazimiro. Aa, Kazimiro. Kim qiz bola blogerlardan? Chaynalmi? Sharifa. Sharifani 3-chi o'ringa qo'ysak bo'ladi. 3-chi o'rinda Sharifa, 2da ekan. Ikkinchi o'rin o'zi kimlar bor, Jora? Guli bor, Dinora bor, Pari bor, Go'zal bor. Keyin Yo, Guli Akula bor. Guli xonimni bira qo'yamiz. Guli xonim 1. Yana kim bor deding? Uning o'rnini bosadigan variantlar kam. Dinora, Pari. Dinora ikkinchi o'ringa yetadi. Guli, Dinora, Ha. keyin Sharifami? Lekin Futbolchidan boshqa variant yo'q. Doğrusu aytsam hech qaysini kuzadim. Ha, men bilan ishlaydi-ku video masalan. Sen Guli xonim bilan nangi Dinorani Ha, Jora. hozir hech kim yo'q. Qillarni berib, imomati. Oo, ketadi. Magra bu Zarbaning kuchini e'tibor qiling. 1 kilometr soatiga tezlikda. Ketaverim. Revis. Jora ya blogerlarning temasi. Shu sababli ham Guli xonim bilan o Dinora deganni sen profilingdan ko'rganman-da. Hı. Shundan o'ylayman Jora. Hı. Tak o'zi, "Oo, salom alaykum, bo'ptimi? Namoz o'qiyapsizlar? Ishlar yaxshimi?" Braziliyaga muxlislar kelyapti. Oo, durubroqmi? Jora sen ishni bilmaysan-ya. Ha? Buni har vaqtdan bir deb cho'kib qoladilar. Aha. Yolatib qoladilar har vaqtdan. Ko'pchilik Gösterding hozir, göstermasan. bilan birga yana boshqa Ha, bir yana deyip. termalarga ham simpatiya bildirishadi bilamiz. Braziliya Shuni yeysan kuynan shuni. Hmm. Shuni yeysan. Hı. Shunda deyib oladilar. Hı. Bunda deyib. Hı. Bunda deyib. Hı. Endi biza bir Mira. ketman Jora. Era. Öyle. Endi biza bir ketman. Ne bersam sotadi masalanmi? Oldim o'sha. Bismillah. Ne bilsang Jora. Bularni Bular ham yeyasi keladi. Marokashda yana bitta vaziyat bo'lishi mumkin edi. Vini xato yo'l qo'ydi. Klub yoshi Ibrahim undan to'pni olib. Vini gol urdi Jora. Seryozni? Bergatdi. Vini gol urdi. Vini yegana bo'lgan bir dona golni urdi. Yabarak kamera girading. Xorazmda top 3 bloger. Xorazmda top 3 bloger. Hı. Başta murskoy variant, keyin женский variant. Murskoy variantdanmi? Hı? Qara. To'p o'ziga bo'ysundira olmayapti. Sen meni Jo'ran bo'lganing uchun emas. Hı. Bu yerda Yana Braziliyaga. men uchun O'zbekiston deyarli. Sen O'zbekistonda kirasan Jo'ra, top uchaman. Jo'rachilik emas. Lek top bilaman. Yo'q, Yırtama futbol kanalida. yo'q. Meni Jo'ran bo'lgani uchun emas bu. Ne, seriyozno, po faktu gaplashamiz desang. Sigetsak kelsa. Gidiram endi. Yaxshi. Alixon 1, sen 2. Yo'q, seriyozno. Alixon. Men o'zi blogerga podpisatga bosib qo'yganim o'g'il boladan. Именно bloger desa. Alixon obona. Keyin Xorazmdan keladigan bo'lsak, Erkin Monakoniki ekan. Yo'q, seriyozno. Seni gruppangdan bonuslar emas, men seni gruppangda bo'lmasindan, sen ona qo'shilmasdan elde ham Erkin Monakoni taniyadimda o'zi. Hop. Ey ya, men variantimdan aytamiz ekan, Erkin Monakoni qo'shamiz ekan. Erkin Monakodan keyin Bigipo. Bigipo 3, sen 1, Hı. Neymar! Qani? Neymar! Aa, o'shada-ku родной. Hey bilan. Neymar. Tvorog, nasib tushmasak ekan bu o'yinga. Ha, travmasi bor. Aytaver do'stim, men seni Jo'rachilik eshitaman. bo'lgani uchun emas. Ava. Seriyozno.
Ya Tezlash boshqa Jora. blogerlarda ko'p narsalar bor, mat va boshqa va chorning hype bor, bu bor. Sizlarda yo'q-da shu narsa. Senda. Ana Vini aldı top. Erkin'de. Aa, tvarok. Esa top 1'de men, Aa, Erkin keyin Begi. Erkin keyin Begi. Nechun Begi 3'te, Erkin 2'te? Nima uchun? O'zi Erkin Begining shogirdi bo'lsa. Demak u Mana shogird ustasidan o'tgan ekan. o'tgan, tushundingmi? Seni nazaringda. Meni nazarimda. Men lishniy nayim yo'q. Bezabit. Sen kimdan qo'yading? Men Begi. Sen Begi Bobur Nurmetov. Yo'q, Bobur Nurmetov даже top 5'e girizman. Oo, nafret berman Jora. Humoristiskiy variantda u. To'g'rimi? Yo'q, men Boburni nechun qo'ydim o'zi, bilasan? Yo'q, sen Har hozir- vaqtdan bir qo'shiq chiqaradi, nomi mozzati. O'sha uchun tema уже boshqa tema. O'sha uchun Xo'p, Ha, qo'shiq temasini olib tashlasak, u boshqa narsa. Boburdan men chopaman ekansan. To'g'rimi? Ha. esa chopaman sen. Yo'q, nechun chopma. Chopaman O'zingga sen. fikring-ku sen. Yo, bu qo'shiqda, u qo'shiq boshqa temada-ku. Boshqa O'zi tema, boshqa blogerchilik, temadan. qo'shiqchilik. Maska. Endi shu bloger bo'lib qo'shiq aytadi-ku. Yaxshi, sen bir narsa uchun Toshkentda blogerlaring emas, qo'shiq aytib o'tdi-ku masalan. Ha, qo'shiq eshitdingizmi masalan? Quyosh kular, siz. Ikkita asal, qiz. Yumka, mashatilla. Masalan. Jo'raman. Reklama Yetadi ulan. Oxir bilan qo'shiqqa qarasan. Nechun? Slavko Vinčić. Ayab o'tirmadi. Jora, sen bizden so'rab yapsan, da? Qarasan bu yandan ekan. Jora, sen bizden so'rab tursan. Sen yaxshi, sen o'zingni oxirida so'raymiz. Sen o'ylanib tur savollar. Men Fokusdan savolam bo'lsa. Ne, Nodira beramiz. Nodira sen uchun top 3 Xorazm blogeri. 4, top 4. Top 4 yaxshi. Men to'g'ri aytaman. Zoran og'am ekan Shohrux Bekjanov, Begi, sen, Joni Brat. Johnny Sadiddinmi? Bilmaysiz qilib Shohrux og'am bilan tushadigan Joni Brat borku. Ha. Yumorist. Senda top 1da Shohrux Bekjanov. Ha. Top 2 Begi. Begi, top 3 men. Nechun Shohrux Bekjanov 1? Zoran stili yoqadi. Men donolmayapman ham. Shohrux Bekjanov. Yaxshi bola. Ha, ideyasi realistikroq chiqadi bo'ling. Shohrux Bekjanov. Beginni? Sizlarni o'zlaringning obrazlaring. Beginni? Shu ikkinchi. O'zlaringning obrazlaring bor, o'rnlari osh tarafda. Oo, unday Setsam o'ynamam. men- Yo'q. Seni top 1'ingga bira chiqaman. Jo'ra, bo'lmasang deymi? Yo'q, blogerlar. Yo'q, men Bilmadim, seni shuncha darajada aytib turganim yo'q. Ya, sen birinchisan. Evet, tushundim. Просто shu 4 odam men uchun dadam. Zo'r. Da, favorit. Hozir bu yerda может kattalar ko'rib xafa bo'lishi mumkin hozir. Bu yerda Mo- azizladik-ku, mana- qaranglar. yo'q, mana ular- Reklama sohasi bu отдельный temadan, именно reklamщик degan narsa bor, blogerchilik degan narsa bor, ha. İkisi ikki xil narsa. Nu kattalar ham bor, masalan, ya Rejichi, Shikbors, ya har xillari bor. Lekin именно vlog degan narsadan kelib chiqsak, именно kontent ishlayman, plan etaman, buni etaman, ideya etaman, ideya yozaman degan narsa уже boshqa narsadan. Просто borib reklama etish, uni baryak shunga ham ideya etasan, baryak shunga nima etasan. No, не постоянно же, to'g'rimi? То есть men listim deyman. Yana bir bola bor ekan. Kim? Murat Rizmetov. Oo. Oo, dim katta bola u. Katta bola. Sen daniysanmi bolani o'zi? Men tanimas ekan. Bir raddamda doğulganmiz. Hı? Bir raddamda doğulganmiz. Yo'q. Shu darajadami? Men aytadigan bo'lsam sizlarga o'zimni shaxsiy fikrimni top 3'lik o'zimni girizmayman. Top 3'likda menda Begi bor. Begi top 1. Keyin Erkin bor, haqiqatdan ham Bobur bor keyin menda. O'zi shu uchisi bor. Jora, sen o'zing ishon ayt, men ishon aytma.
Yo'q. Sende aytsan Baku. O'zing Senda idiot. men borman. O'zing idiot, Jora. Ya qo'ysana shu gapni bugungi eshitdim. Sen o'zingning naging bilan yur. Naging bo'lmaydi u. Yo'qsan. Golmi? Billat limonani gör, limon yeyman-da. Paketa. Lekin bom yetadilar. Paketami? Ha? Limonada to'g'ri? Paketa. Paketa. Yo, lekin haqiqatdan ham Baku ijod taraflama, Ijod taraflama aytdim. ijod taraflama aytiladigan bo'lsa, Begi zo'r, Bobur zo'r. Erkin ham ijod etsa, agarda davomiy tarzda prям bor fokusini qaratsa, Erkin ham даже top 1 ham chiqadigan potensiali bor. Endi, ha. Erkin top 3, Bobur 2. Gol! 1 Begi bo'shiga menda. Hayda tutdi, yo'q-da tutdi, yo'q-da tutdi ona. Yo'q, novda tutdi. Novga e'tiroz bildirdi. Yo, menda bilmayman. Bobur hozir Bobur zo'r. Вообще юмористический именно стильda номер 1. Серьезно. Erda minyak qarading. Kameradan bilan Ya, kallasini по настроению, да, Бобурники. То есть unda прям лайф yo'q. То есть sen hozir ko'rsatasan, shunday streamlar atasan yo boshqa narsa, gaplashib o'tirsan. Unda o'zini podkastlari bor, naskолько bilaman. A tak nima desam bo'ladi Bobur. Buniki boshqa janrdan, boshqa dunyo uniki. Shunday tushuntiradi. Серьезно. Bobur zo'r. Lekin topsa men серьезно. Oh, challa. Meni yetding o'zing yana. Begi o lekin ijod etadi. Yetding. Ma'lumotli axir. İkisi ham uylandi, endi ijodni zo'rroq etib boshlaydilar, menimcha o'zimcha endi. Bosslar, конечно, gaz. Biz aramizda ko'ruvliq sen uylangansan. Ha? Biz aramizda. Patalangan? Hey, uylangan emas-ku. Sen uylangansan do'stim. Uylanganman. Uylanish haqida nima deysan masalan? Uylangan yaxshimi yo uylanmagan yaxshimi? Uylanmay yaxshimi deganda qisqanmi uylangan yaxshimi deb turibman. Ya uylangan yaxshi zo'r. Tez ya. Necha yoshda uylansa zo'r? 22-23 yosh zo'r yosh. Sendan oldin necha yoshda uylanish zo'r deb o'ylaysan? Aşso ne gaping? 22-23 yoshingda sen o'sib katirgan bolasan, necha bilasan? To'y seni nang yo'q, Nabaq? bilishlering, ota-onang yo'qning boy neden emassan, o'rtacha oiladansan. Ya endi o 22-23 yoshda uylanish deganda zo'r. Sen shu narsaga tayyor bo'lsang deb turibman. 22-23 yoshda bola 22-23 yosh endi bitirgan bo'ladi, ili o'qib bilgan bola bo'ladi. Bu ne bilan, sostoyniya bilan uylanib, xotinini обеспечить etib berish qiyin-ku. Lekin zo'r bir narsani bil, rizqi bilan keladi deydi. Bilasanmi shu Sen o narsani? narsaga ishonib Rizqi turib bilan risk keladi. etmaysan bu hayotda. Nechun zo'r? Rizqi bilan keladi. Bilansang bo'ladi. To есть 22-23 yoshda zo'r, men aytgan narsa, sen u yashamoqqa yering yo'q. Ya sal bir misol, demam u darajada aytmayman. Mablag'ing yetarli emas, sredniy oila, o'rtacha oiladan sen. Unda uylanish shart emas. Sen shu Strog'ovchangni topib, zakonini aytib, betonini qo'yib, keyin Bo'ldi, zo'r ekan uylanish. Belki kameralar o'smadimi? Yo'q. Bizda hozir birinchi taymdan keyingi перерыв, shuncha 15 minut yuringlashlasak bo'ladi. Dumam aytsak bo'ladimi? İyi mikrofon. Qani mikrofon chiqdi. Buni shishib o'chiradilar, bilmaysan? Bu ne? Bunamish? nima bo'ldi? Ya, reklamalar bor. Ammida bog'lar. Sizlarga kuch quvvat esa. Rahmat katta, sog' bo'linglar doim. Doston kiber iltimos. Blokda yotib turing ozgina. Reklamalar qilibmi? Og'a O'zbekiston bilan Portugal o'ynasa taxmincha bo'ladi. 7-0. Sloveniyalik referi boshqarib bormoqda. Ishdan boshlanganligini ma'lum qildi. Tarkiblarni yana tezda esga tushirib olamiz.
Braziliyada ikkita o'zgarish bor. Shu bilan qo'shib aytib o'taman. Darvozada Alisson Becker, himoyachilar Gabriel Magalhaes hamda Marquinhos. Qanotlarda Bosildimi zapis? Yana bir bora assalomu alaykum. Xudo xolasa ikkinchi taymni boshlab oldik. Ha, yo'q, hay. Fabinho harakat qilyapti. Ikkinchi taymmi? İkinci taym emasmi axir? İkinci taymdan boshlab oldik. Markaziy hujumda esa Igor Boshlandik. Thiago. Boshladik, xudo xolasa. Murabbiy Carlo Boshlandik, Ancelotti. xudo Markaziy xolasa. tarkibi darvozada Yasin Bunu. Markaziy himoyachilar Shadi Riyod. Dacha sota beracak ekansiz debdi. Do'stim, Tayin zonada Neil Aytdim-ku. Al-Aynavi hamda Yeni Ayub yıllarda Wadi. ama video çıktı. gördingmi Aziz? Ha. Eshitdingmi hozir nodan? Ha. 3-1 Braziliya utadi. Brahim Diaz. Men infom aytdi bu. İkiye kadar gitti bu lan. Muhammad Wadi. Ana, o головой. Kalbrat yakminni tutdim o. Rafinhaning sa'y Hı? harakatlari yozdi va uning o'zi hozir Ya ben kan tuttum. standart vaziyatni amalga oshiradi. Men şu yükseliyorum tuttu. Hop. Size bu nerede görüntüsü? O'zbekcha sharh bilan Nima ko'ra- Yüz yüze bir ve sürtesme. Tınık ekan. Yok ekan, eshitasiz sürtünme. Zot koşun. Stream öteyim ya. Stream öteyim ya. Aytdı de. Aytdı. Tüyükçü bo'ladi, g'alati. Murodovich. Xo'p, mayli do'stlar, istoriyamni o'tinglar. Istoriyamda streamni ссылкасы turibdi. Shu yerda men o'tiribman. Polni shanda gaplashaveramiz endi bu yerni. Hech yere gitmedik. Ulgurdi menimcha, lekin uning zarbasidan keyin rikoshet bo'ldi. Shu sababli burchak to'pi qaytadan amalga oshiriladi. 91 odam ketdi. Üstünden mi? 91 olmam gibi. Dong 4. Ama futbol görüp oturup ya. Stream'a git görerken ne yazıyor? Beyde Ne, neden aldın 3-1'ni? Ben vahşi Brezilya. Vinicius'tan baş. Reka çıkıp gitti düşün. 3-1. Vini 2 gol uğradı. Bir golunu Rafinha uğradı. Ben 1-1'de koyma. Rafinha uğradı. 3-1 boladı shot. Neçəli 3-1, haçə bir 2-1 bolğan yox. Tam bu bala reka çıxıb getədi, lakin mən 1-1-də koyma, az shot 1-1. Mən reka çıxıb yumuşman, hə? Ah urada ki Brezilya. Vini uğradı. Yine birini aldı. Şu 1-1 bolsa, kel aldırasan saçları. Dostum koyunda bazapam. Ben zaman şunu erse. Erde çok Eğer 3-1 bolsa, sen aldırasan mı? Yox. Braziliya Marokash o'yinidan keyin esa biz Bu midaq bu narsa. Mən sana aytdım ki 1-1 bolsa aldırasan mı? 1-1 bolsa. 2-1 bok kazanı. Geçimi hiç etmiyor. Londonda esa Avstraliya va Turkiya terma jamoalari ishtirokidagi uchrashuv ham o'tdi. Balani mayib etdiler. Bu uchrashuvlarning barchasini siz Zo'r TV telekanalida tomosha qilishingiz mumkin. Ben aytasam mı? Aktyorski güçlüden bu futbolistler. Paketda Qancha tun? Bos deganligin, mozzati bosgan ekan oyog'ini. birgalikda Hakim yalganla yatmaydı. Travması var mı yakında? Ashraf Hakimi'ni anchagina og'riqli hozir zarba Dostum stream getmeyin dörtte lekin. Havalar zaman. va bu harakat uchun Sen meni profilimda yuribsan. Kim profilimda yuribsan? ham bersa bo'lardi. Azimov miyam ya. Epizodni Ne yapayım? sababli Newcastle yarim himoyachisi kartochkadan qutulib qoldi. Dostlarim bak gülüp durdu. Ovozni mikrofondan çekibmiz bize. Mikrofondan Hocam bu çekib. otursan yamaz zor gider ekanlar. Yasin Bunu to'pni o'yinga kiritadi. Az mikrofon işe tutmuş ha? Ya ben sivetini çık koydum yani. Bana sen avazını pes koyamız mı? Polismesin size. Yo'q, axir kamerada kerak ku ovozi. Birinchi taym startida Marokash hujumda ancha faol bo'ldi. Ikkinchi taymda biroz Atrasın. saqlagan holda Neymar'ın oturuşuna koy. Lekin vahşi jahon chempionati qaytib Amerikada o'tkazilmasini ay. Ne için? O bu ne? Vaqt vaqti bu. 4'te, 5'te futbol görmek sen cillimiz ha? Ben New York'ta düşüyor bir atış gerekiyor. Al düşüyor. Geldi uykum geldi lakin ben.
Vah ey. Qadrini qilsa, ishini tuqqandan, yandan senden sen sürüran şarkı. Ma Ulug'bek. Yo'q, deman, bizada bolalar o'lgani yo'q. O'zbekistonning Ina vini ketdi. Vini O'zbekistonning ketdi. o'yinini izlab yurasan na. Vini ketdi ina hozir. O'zbekiston Portugaliyada emas. Kim u? Qarab o'tirar yozib tutdilar. Streamda. No deydi. Romans tutdi. Hovda. Zaga mindim. Baba nima bilamiz ya. Javob. Ne yaparsan Özbekçe göster. Söküngenlermi? Rusça Настройка stereo qo'yilmadi. Noshing bir tarafini chiqib qo'shiladi. No, Dosada so'gin tasoddi desam kim? Futbolni nada-ku, ertaga qo'yiladi futbol. Hozir bambar beradi ko'rsak. Ederson, Danilo, hücumculardan Mateus Cunha, Endrick, Luis Enrique, Gabriel Martinelli ve Ryan. Marrakesh zaxirasi darvozabon Ulug'bek, Au, Ahmad Magnauti. au. birinchi muhabbating haqida so'rabpa. Birinchi muhabbatim bo'lmagan zora. Sen o birinchi muhabbatni ko'tarma ya. Sen blogerlardan gaplashding-ku. Men o'zi baramanlab turadim, bu o'yin bilan ozgina chalg'ib berdik-da. Ha. Sen blogerchilikka kirishdan kimdirchi bo'lgan? Nechun girgansan o'zi? Shabrsan. Shabrsan sen. Kimsan sen o'zi? Kimdirchi bo'lgan seni zora blogerchilikka? Kim boshqa? Aziz Yurishonov deb. Xullas, Ha. 2020-yilda institutga kirganman Toshkentda. Keyin Qaysi institutga kirgan? Toshkentda Yo'juga. Hop. Keyin 2021-yilda Begipo bilan Toshkentda birga kvartirada yashaganmiz. Shu vaqtda Begi Sariq bola bilan birga ishlashar edilar, xullas. Vayn, paynash narsalarda chiqarib, keyin Begin o'zi ham shu vaqtlarda boshlagan Toshkentda ijod etdi. Keyin birinchi videom o'zi Vaynga tushganim shu 2022-larda, 21-larda Begin videosida edi. Toshkentcha shevada tushganman. O tushunmadim o'zi. Basharing biz tashiyman hozir. Shu vaqtsanmi deb o'shning Toshko'llo bo'lgansiz. Ha, Toshkentlik bo'lib, o'shning shevada. Toshko'llo Qarab bo'lgan. o'tirakasizlar har vaqtdan bir. Bo'ldi. Biz aytishada xudo xolasa. Keyin uni videosida tushgan vaqtim Beg aytganda, "Uka, boshla, birga video ishlab yuramiz" degan. Lekin men vaqt onim tipa blogerni onim bilar edim ya. Cringe, tipa aytmak ishi yo'q. O'zi TikTokga chiqardim. O'zi boshida TikTokdan boshlagan. Ha, boshida TikTokdan boshlaganman. Crashello bo'lganmiz. Keyin sen bo'lgansiz, do'stim, o'tirar. Keyin shu vaqt cringe oning bilar edimdan, tipa reklamani chap keladi bular, reklama degan narsalar kallamdan yo'q. Keyin bir aytgan shuni ishla degan ag'a yo'q, qo'ysangiz deganman. Keyin bir Urganchga ketdi. Urganchga ketgandan keyin shu уже degandan keyin Shixbor, Rejich bilan video ishladilar ular birga yurib. Alina как бы zo'r emas edi, lekin vibe bor edi. Men chetdan qaragan vaqtim ularni. Keyin havas etdim ularga. Havas etdimdan Toshkentda Urganchga kelmasdan oldin 2023da Begga yozganmaga. Короче, men borsam birga ishimizmi, uning deganman. Keyin Beggi bo'ldi, sen yaxshi bilan ishlaymanmi? Kelaver deganda. Keyin kelib уже astan boshlashtirganmiz 2023da martda. Ishon 3000 prosmotra. Uning so'nib yo'q. Million prosmotr ursa so'naman hozir shuni. Shu vaqt 3000 prosmotr so'nadi. Boshlagan vaqtlar. Ha, uni rekomendatsiya chiqdi, Instagramni portlatdim.
Instagramda hozir hamma men haqqimda so'zlashib turibdi degan fikrda o'tirar edim 3000 prosmotr uchun. Keyin Begi'ni yanında yurdim. Shu vaqtlari ko'p. Keyin Begi yandan gittimdan men o'zim komanda yasadim. Tipa o'zim komanda bo'lib ishladim. Diyar, Ziyad uchimiz. Üçümüz ham zo'r vibe'li, voylan ishlab, boshqa aytib, bir ikki videolarimiz uchib shuni ayttirdim. Keyin tashlab berdim men blogerchilikni. Aynen bir ma'no yo'q, manfaat yo'q, motivatsiya yo'q. Videolarim, prosmotrlarim ne, uning davom zo'r emas, keyin tashlab berdim. Keyin yana keldim blogerchilikka, какой-то bir 7-8 Şurunda yine bir savol var. Tashlab berdim deding-ku. Qaytib kelish uchun motivni neden aldın? Motivatsiyani. Yine mesela hozir sana aytsam, sen menlikning o'tmaydi bu bichimga. Yine sen qarab tursan, boshqa blogerlar o'zining ustida ishlab turibdi, zo'r videolarni chiqarib turibdi, zo'r videolarning tengida yaxshi kommentariyalar, o'sib turibdilar, reklama olib turibdilar. Shuni ko'rasan axsan. O'ylanasan. Masalan, men o'ylanganman. Meni novum kam. Men masalan zo'r bo'lsam zo'r bo'lib bilaman ulardan, lekin ulardan past emasman degan nazarda ko'rganmandan yana motiv keladi. Motiv keladi, keyin men ne bilan ishlaganman shu vaqt. Yana qaytib kelgan vaqtim уже Begi bilan ishladim, Begining yonidan ketdim. Keyin Diyar Ziyodlar bilan ishladim. Keyin Diyar Dilshodov Ziyod bilan ishladim. Keyin ular bilan tamom bo'lgandan keyin Bobur Nurmetov bilan ham ishlaganman. Bir komanda bu. Okey. Bobur Nurmetov bilan ham ishlab, ularning yonidan ham ketdim. Keyin shu vaqtda to'xtatdim. Dan qaytib kelib, Go'zal bilan ishlaganman. Bobur Nurmetov bilan ham ishlab turib, yana pauza etganmiz. Yo'q, o'zi ya pauza shu Bobur Nurmetovdan keyin bo'ldi. Ularning komandasidan chiqib ketganimdan keyin pauza, keyin Go'zal bilan ishlaganman. Keyin Go'zal bilan ishlab turib, yana pauza. Sen ko'p tormoz uribsan shu kunlarda sonra. Jalg'i pauza bo'lgandan keyin yana Begining yoniga borganman. Aha deganman, ishali birga deganman. Shu bo'ldi davay degan. Lekin u biladi-ku endi xarakterimni. Chekim to'xtalishsa bo'lgandan keyin qaytchilar, "Ey sen shuning dunyo tushib ketadi motiving. Lekin shu safar to'xtatma. Minnatdir" deb motiv bergan. Dan yo'nalish aytgan menga. Yo'nalish novi stream. Lekin bu streamda biz futbol ko'rmasadik, videolar reaksiya berib o'tirardik. Har bir sonunda har xil blogerlar keladi, blogerlar bilan birgalikda video reaksiya etib o'tirardik. Keyin bu yo'nalishga men to'g'ri kelmadim, yo men o'zim yoqtirmadim buni. Dan Dinora bilan ikki-uchani ishlab boshladik. Telefonda. Har bir qo'ygan videomiz kamida 500 ming prosmotr bo'lar edi. Keyin 500 ming prosmotrdan kam bo'lmasa-da telefonda ishladik. Apoyka. Apka-ukami? Apka-uka. Apoyka, apka-uka. Apka-uka. Apoyka. Apoyka nereden geldi kelling? Voy. Keyin nechik bo'ladi? Apka-ukani ishlab yurgan vaqtda men ko'nglim to'lmaydi-da. Yangi ko'rib ukalarni shunday desa 2 haftada bir chiqadi videolar. Boshqa vaqt video ishlamayman turibdi. Keyin Murka bilan biz shu vaqtda nani ishladik proyektini. Don Quiz shkolatlarini. Ayzaba Murka? Don Quiz shkolatlarini ishladik. Kamerada ishladik-da. Keyin qarasak kamerada ikkimiz galashib ishlashib turibmiz xullas. Har xil videolarni ishimiz galashib ishlashib turibmiz. Tamam yaktı o. Tamam yaktı keyin. Keyin bir ideyani gördüm. Reels'ımdan çıktı. Çapaman şunu dedim lan. Murka'ya yazdım. Murka, şu ideyani işleyecekmem ben. Короче, ne diyorsunuz desem, davay basamız dedi.
umumiy zarbalarda Keyin shu ideani urdik. 500 ming prosmotr oldi. Kamerada birinchi marta ishlatibman. Luis Enrique hamda Keyin 500 ming prosmotr degan gap axir yaxshi gap-da u. Hozir ham, vaqtdan avval ham, bundan keyin ham zo'r gap bo'ladi-da u. hujum ortida Ama keyin shu bilan men aytdim, "Давай sen urka dedim, ishlashalim uni до конца dedim. Давай bosamiz dedi. Ama keyin yetdi shu bilan. Do конца. Lekin shu partnyorlarim dim ko'p almashdi to shu dekabrni boshi, noyabrni oxirigacha. Keyin уже Guli bilan ishlab, hozirgacha Guli bilan ishlayman. Manchester United Lekin qizlarni ko'p almashlar edim axir. Dim. Her videoda har xil qiz. yetakchilardan bo'ldi hujum sig'ida. To'g'ri. Yüzünde oğullak gittin. Kızlarını çok olmuşlar dedim değil mi? Endi da Partnyor kızlarını çok partnyor qizlarni ko'p almashlar edim. Shunda desa, nodir muammo, nodir bir nelar konfliktlar chiqarardidan, chunki mesela har xil vaziyatlar. Luis Enrique bu mavsum Lekin уже Guli bilan yana noyabrning oxirida 1 yil bo'ladi ishlashib yurganimizga. Bu işleşen kızların içinde en Zenit kattarak nereden? Vaqtdan doğru mu? vakillari Guli bilan. Ha, bo'lib harakat qildi. zo'r kelishamiz. Kameradan, hayotdan. Ya mesela syomka tashlab ko'p videoni. Hı. Syomka jarayonida bir qiziqarliroq cho'tki momentlar bo'ladi-ku o'zi. Hı. Senda ko'p bo'ladimi momentlar? Mesela o'zing Datsani syomkasida qatnashding. Ya o data вообще zo'r ketdi u. Syomka jarayoni. Endi men ko'rmagan necha bir video bor endi. Sen görmegençe bir video hammasi shu Datsani syomkasidan qolishmaydi. Zo'r bo'lsa zo'r, lekin qolishmaydi. Masalan, ovqat pishiradigan yo'nalishlarda masalan вообще zo'r masalan. Tishtir. Yana ovqat pishiraman. Yana ovqat pishiraman, hamma ovqat pishiradi deb o'ylaydi, lekin men ovqat pishirmayman. Apam pishiradi. Rostdan, inan streamda yorildim. Turadi-ku. Короче, masalan, bodring do'rash kerak. Ha, shuni to'g'ri beradi. Do'rash kerak-ku. Bodring oldim, kamera ko'rsatdim, bir tishlayman. Da degan yerim bo'ladi-ku. Kamera o'chadi-ku, bo'ldi apam do'raman. Piyoz ham shu, pomidor ham shu, go'sht ham shu. Tomonlar solganim, azga nima bir narsalarni bo'latib turganim, apam pishiradi. Duz kamperi provalarni hammasini Ha, hamma. ma'muriy hal etadi. Ha. Sen brain Facebook просто ko'r. Hop. Endi bu hamma qiziq savoldan bu. Mhm. Noyabrning oxirida 1 yil bo'ladigan bo'lsa, Guli xonimni ishlash yurganlaringizda, Hı. sen Guli xonimda aralarında nov bor. Ey! Sonra ben bu savolni hozir oxirroqda deb qo'ysagandim. Sen mendan birinchi marta berding bu savolni. Nega? Горячий парень. Ben aslında şimdi Data'nın video syomkasında Bu jahon chempionatining streami bo'lmadi bo'lsa. Bu Azimovni hayot ijodi bo'lib ketdi. Guli bilan yaqin do'stmiz. qanchalik? Yaqin do'st qanchalik deyish savol. Qanchalik yaqin do'stsan Jora? Masalan, nima deb javob berish mumkin? Bilmayman Jora, 2 metr, 3 metr Jora. 2 metrlikda nechku? Qaysidir bir do'stlik o'lchagingdan chala chiqadi 2 metr. qaysidir bir do'stlikni namunasi ko'rishsinglar, o'sha do'stlik masalan 2 metrdan, ha, voy 2 metr deyman. Do'stlik bilan ham do'stlikning o'zini narsa bor-ku, endi chegarasi bo'ladi boshqa. Chegara bor. Bor chegara. chegara, конечно, chegaralar bor. Do'stmiz. Endi Instagramda masalan Guli bilan dim ko'p natadalar, mos juftliklar, boshqa bog'otlar. Lekin men masalan Dinora bilan ham shuning dedilar. Aytib ukalar. Dinora bilan ham juda zo'r mos juftliklar dedilar. Keyin masalan Go'zal bilan ham reklamalarda masalan ishlaymiz. Buni ham shuning dedilar. Ya lekin u ikki Dinora bilan Go'zalga qaraganda Guli xonimni ko'proq aytsalar kerak deb o'ylayman. Avval shunday desa, dim ko'p videolarim Guli bilan bo'ladi-ku ba'zi. Chunki Gulini Ben bugün video koydum ki misal Data'nın. Hı.
Şun kommentlerini okuyanımdan bir-biringa mosla, şundan Aa, gaplar ko'p yozilgan-da, aa, shuning aa. uchun Temoli u gelingorak tezdan smoking dedim, hozir aytishgansizlar. Aa, renk kanlı. Renk kan. Lekin to'y qachon? Shu savol. To'y qachon o'zi? Uylanish, shuning planlar qachon Ma dese, ma dese ertang uylanar edim, doğrusu. Ertang. Ertang. Sразу. Prям, Sразу. sразу. Chiqqandan eski. Lekin va bir karyerada degan narsalar ustun ko'pman, chem oiladan. Çünkü karyeramni qachon premium darajasini chiqaramanki uylanaman deb qo'rqman. Sen demek ishlarni joyiga qo'yib olib, pointni Ha. ertang qiynalmaslik uchun Aa. ishlatmaslik. Aa, ko'p odam aytadi, masalan, erta uylanishing kerak, bolang o'zing bilan dang o'sadi, erta uylanish kerak. Bu fikr ham to'g'ri deb bilaman. Lekin o'zimning fikrim bo'yicha shuning deb bilaman, masalan. 28, 29 yosh bo'lsam normal. Lekin 28-29 yoshda. aa, Degani hali yana 5-6 yil bor ekan. ha. 5-6 yil. Dan keyin uylanjaksan. Может. Skizarka ham bor, rostdan. Bor hali shanslari. Pakiston bilan arasida. Может 13-14 yoshar qiz 18-19 girgandan keyin uylansa mumkin. Shu 13-14 yoshli 13-14. qizlar planlashtirsangiz bo'ladi. 13-14 yosh. Hozir Ava. 5-6 yildan keyin. Ava. 5-6 yildan keyin to'g'ri gap. Aa. 18-19 yosh bo'lib boradi ekanlar. O'zbekiston 30 yosh bo'ladi. Ov. 29-30 nov 1 yosh aytmaydilar uni jora. Endi ava, sevgi yosh tanlamaydi do'stlar. To'g'ri gap, lekin shu gapga men 100% qo'shilaman. Sevgi bir Yosh qarashdagi tanlamaydi. sevgiga nech qaraysiz, do'stim? Bir qarashdagi sevgiga men qaraganman. Qarab ko'rgansiz shu. Qarab tashlaganman doğrusu. Dim ko'p qaraganman o'shani. Ya, o'yin bilan rostdan nechi Bir qarashda ko'p sevganman-da. Murat, yaqinmi endi? shaharsin esa. Xullas, men maktab vaqtlarida ko'p sevishni tashlaganman-da. Masalan, har kimga limit berilsa, men sana 4 marta sevishasan deb limit berilgan-ku. Masalan, Hop. bunga 10, bunga 28 masalan. 28. Masalan, Ha. menga ham shu limit berilgan, butun hayoting davomida ishlatishing mumkin deb. Men uni hammasini maktab vaqtida ishlatib tashlaganman. Bir qarashdagi sevgini shu qaradim, sevib tashlaverganman, chunki qaradim, sevdim, ketdi. Yo'q, maktab vaqtimdagi sevgi, men u narsani sevgi deb bilmayman. U prosta maktab vaqti. Ya men jonli sevishganman. Hamma endi maktab vaqti menimcha bola bo'lasan-ku, to'g'rimi? Endi yoshroq bola, tipo hozirgi momentingga qaraganda, hozirgi o'ylashing, boshqa narsalaring maktab vaqti bo'lmaydi-ku, to'g'rimi? Hozir sevsang endi yomon sevasan. Prям yurakdan sevasan. Maktab vaqti prosta qarash deb bilaman-da, sen shu maktabni bitirib, чисто взрослый hayotga qadam qo'yganingdan keyingi sevging bo'lganmi? Yo'q. Hali uni uchratmading demak. Hozir duraning. Voy, ko'p badi. 9 ona. Ko'p o'ylanib berding, chota ko'pmi deyman. Maktabni bitirish bog'dan Toshkentga ketdim-da. Hop. Toshkentda lekin men bir qarashdagi sevgilarni ko'rmadim. Yo'q. Boshqa tema u yer. Yo, boshqa tema deganda o'qish bilan bo'ldim, ilm-fan bilan bo'ldim, bilim bilan bo'ldim, kitob o'qidim degan ma'noda. Yomon tushunmanglar. Endi shunga gapga o'zingiz ishonansizmi degan savol menda hozir срочный qoldi. Yo'q, men ishonaman, siz ishonmaysiz, zritellar ishonadi lekin unga. Shu Azbek
Rost söyletdikmi, yolg'on söyletdikmi, sizlar ham o'zlaringizni fikrlaringizni qoldiringlar qani. Plus qoldiringlar. He. Shu gap rost söyletdikmi, yolg'on söyletdikmi? Hozir вообще Instagramdan qiz bola yozib qo'ydi. Nechun? Men yozib bildim. Sabab? Ne masalan, yaqinda bo'lgan holat prosta ish yuzasidan bir qiza yozdim. Ha. Yo'q, ikki qiza yozibman. Hozir 3 bo'ladi. Yo'q, ikki qiza yozdim. Bormoqchi ketchak oxirida. Shu aytdim-ku, siz qo'shilib ishtiladi. İki qiza yozdim, ish yuzasidan umuman ne emas, yomon xayolda emas. Shaxsiy temalar yo'q. Ama keyin ish yuzasidan yozgandan keyin birsi ish yuzasidan javob qaytardi, birsi ish yuzasidan ignore etdi. Polniy. Umuman atvet etmedi. Lekin ikkisi ham через yetib keldi, что Aziz bana yazdı, Aziz bilan yozishdi. Aziz bana yozib o'tiribdi, imuna qara, screenshotlar. Lekin menda screenshot etkilik umuman gap yo'q edi. Ashuningdan bu xato. O'zingning shaxsiy hayotingni kimgadir oshkora etsang, nechun desa u gap yetib keladi bab. Ashuning tematik keladi, shuning uchun qiz bolaga yozishga qo'rqaman men. Yo'q, qo'rqaman deganda yo'q, ish qilibdi. Yozib gol. Yo'q, gol bo'lmasin. Misol hozir 27, 28, 29 atrofi uylanaman deb tursanku, to'g'rimi? Endi shu uylanish temasidan ketdi guring. Qizni, ya'ni endi bo'lajak ayolingni mamulang topganni nechga qaraysan? Ya o'zing topganing yaxshimi? Onang topib bersang, qaraysan shu narsalarga. Apam topib bersa, ko'rishasan-ku bilan. Hop. Görüşganda görasan-da endi bostan guringni berib, bostan bandan. Ne gapsiz, nechik bo'lib tutdi. Yashashdan maqsad nima? Yashashdan maqsad nima? Apam nima deydi bilasanmi? Nima deydi? Короче, yaqinda deydi, salona borardim deydi. Salonda o'tiribman deydi. Qizlar deydi, короче, bu ev og'irdashi bundan o'tib чистя bir o'zi bo'lib yurganda. Ha, I shall speed. Bellingham formasını deb. Preslarni ko'rsatibdi-ku. Hop, keyingisi Salona borgan vaqtda qizlar короче yurgan, bundan so'rlab, ya чистя o'zi bo'lib yurganlar-da. Keyin gapdan gap chiqib, meni ko'rsatgan balam meni deb. Qizlar o'zgarib qoldi deydi. Apama bo'lgan muomalasi. Уже yasalgan. Apama bo'lgan, yasalgan versiyaga ketganda, apama bo'lgan muomalasi, yurish turishi, hatto deydi, ovoz ham o'zgardi deydi. Şuradaki qizlar. Endi nima deysan shuda? Novi? Neden? Ne gap? Nechik bo'lib tutdi hozir qizlar tematikasi. Qizlar temasini gaplashib bizlar emas o'zi aslında. Ben bo'lgan voqeani aytib berib o'tiribman. Shundan bir fikr olibmizdan. Jahon chempionati o'z yo'lini jo'ralar. Uylanish yetib turgan vaqtda uylanishni so'rashib kerak. Qizlar, o'zgarmanglar, o'zligingiz bilan qolinglar. Bir xil bo'linglar. Nima olingmasan? İdealingizdagi ayol kishi nechik siz uchun? İdealimdagi qizlar endi. Ayol kishi, bo'lajak ayolingiz sizning nazaringizda qanday? Bo'lajak ayolim meni Nechik bo'lishi kerak, to'yis? samimiy. Hop, keyin bo'ldimi? Yo'q, главный samimiylik menda. Masalan, yasama deb tursan-ku, ya o temada yasalgan variant ketdi уже deding-ku. Men sezaman-da shuni. Bolalardan ham sezaman, qizlardan ham sezaman. Shunday bir talant berilgan menga Xudo tarafdan. Masalan, har xil variantlar bo'ladi bilsangiz. O'g'il bolada ochko ishlash deydilar bizada.
Ha. Kızlar yanına borgan vaqtin açıq işləş bok qaladı. Yoqimsiz narsa shu. Özgərib qaladı. Ya ovozunu ürəytirib ya umma ya məsələn Joranga lişi söyləməgənsən lişi söyləb ya özün görsdi bir nəsələr boladı. Şu nəsələr sezilədi mən. İlk qızlar tərəfdən həm sezilədi. Şunun üçün səmimilik glavni də bolayım ha. Əlbəttə xarakterləri məsələn mən raşqçımam. Jalla raşq etəm. Məsələn bilə görə raşq etdirsək biz bala yaman görəm. Ha, ətəyləb etsə. Ətəyləb raşq etdirsələr yaman görəm. Özü raşqçı bolsam, yenə ətəyləb etsə o. Şitsək mən nə işlətdirib? Cilim ya. Как ya, arı çok çakını bilib arını, yinini bızgan. Ava. Şimdi. Keyin məsələn hürmət tələb məndim. Ne только kızlara, öz başı colalarıma, yakınlarıma, məni dayadı adamlara hürmət tələb mən. İndi yakınla degəndə özüm məsələn dövüm ya əvvəldən qadimdan yatırgan colalarım bu povutlu bərəsən qu. Məsələn, söygənib yaplaşasən, yakın yapıb söyləysən, adını qısqartırıb söyləsən, indəmiysən. Hələ ki, məsələn, 2-3 aylıqda danışqa adamla əzzi, mınni deyib söyləsələr, yakmıydı, söyləyəm. Kızlara qudum getdə hürmət tələb etəməm. Məsələn, məndən ulu bolsun, kiçi bolsun, sizlə söyləşi gerək də boylayım. Umman mən danamağan kızlar. Bana müraciət etkən vaxtda. Şunu ilə bu, sən sərək getədi, başqa etədi. Yetdi ucu. Məsələn, mənim danamağan kızlar, sizlə söyləyəm, mənə sən sərəsi riski özü yatır verəmən. Sən bu fikirində balanın. Muameləni özü yəkdəyin. Birinci, muamelədən mən nərsək. Muamele katta rol oynaydı. Bütün dünya böyle büyük turgan savabların globalni. Feminizmden çıkarız. Ne oldu? Kızlar üzerinden meseleler. İşi golan çıkarıysa. İşi gola ne çıkarıysa. Evet, doğru savol berdiler. Kızlar özünün hakkını tələb etişmi o? Bizine getirin. Bravo. Kak, yemin misal bize de erkek kişi bir bahana, iki bahana elden duruşu gerek dediler ki bizden ne parak duruşu Ha, yo. Not me. az yine misal ne gelik sorup yaptılar başka nerede indi o mahır sorasa hakkı var mı karagandan lekin ben bunu emmesine de kişi Ya mahır aralaştın mı onu? Başka tema. Na, başqa tema. Mən oğul baladan üstün bolamanda böyləsə, qız bala yox. Oğul baladan üstün bop bilməydi. Qız bala geç qaçan. Nə üçün deyəndə o təbiət qanunu işlətdirib yaralğanmız bizə. Oğul bala hər daim himayəçi bok gələn. Erkek kişi. Erkek kişi glavni болады, erkek kişinin aytqan bolsa gerek uyda. O ayol kişi nə bolsa, məsələn, təsəvvür et. İndi prost təsəvvürdən bu. Uyda qarıcı, əkən bağdan sənin. Lekin apan gəp büyürüydü. Zora mən təsəvvürəmə tölüm mü olarsan? Apan qarıcı üstlərini otur əmmən desə otursan əmmən. Ben bilemem eden o. Bir de ayağını hürmet edeceğim. Ye, zora Yani anə birinci orunda duradı hər daim. Lekin bəbir glavni iki. Erkek kişi. Bol şey. Ata. Ava. Ananı yaptı sen bilen bana ötedi. Sen bilen bana üstlerini uğramı. Asker edeceğiniz alıp lekin. Yerige. Oyun ilgisi şart. Ben yansınca sağ olun bu arada. Bu nemme girin? Yolum nasıl gitti ben sağ olun. Şu interview oldu. Özü interview olmadı. Ne için interview oldu? Sohbetleşiş oldu sonra. Sohbet. Hazır sən yine sual cavab etdirsən ki, sən oylama Portuqaliya bilən, başqa Portuqaliya oyunlarında sual cavab etəməndi. Mən umumən sən ignore etib oturam o oyunları. Portuqaliya normal insanlarla inmek kelemem ben zor. Namu suallarını etsəyəm, düşündüm gözümü üzməyəm Portuqaliya oyununda. Ronaldo bu oyunda Özbek söyləmidi. Ne o?
Söyletemiz. 3-1 deb o'tirading sen hozir. Men ham 3-1 3-1 deb o'tirading do'stim sen. Ye, uradilar hozir. Ha, ko'ramiz. 3-1 bo'lmasa sochini kala oldiradi. 87-minutda bir gol uradi, 89da bir gol uradi. Tasavvurat shu seni gaping uchun kutib yurtdilar, ha, ozga olurmi? 87'de aytib ketdi ulug' deb. Vini bilan telefonlashdik ekan. Vini shuni nima men yana bilmayman men. Birov bilan rozi bo'la Fikr qarab. bildirdi zamonlar. Yo'q, birov bilan rozi bo'la qarab o'yinga qarab. Yo'q, rozi emas. Voy. Yugur Vini. Getding Vini. Mana yoqdan yur, mana yoqdan. Vini hem de oynadı gördük mü sen? Kunya. Mateus Kunya jarima maydonchiga olib kiryapti. Kunya. Burchak to'pimi? Ha, burchak to'pi. Ha, yo'q, Braziliya pobeda uchun o'ynab turibdi. Uyg'otishga, ularni qo'llab-quvvatlab turishga chaqirmoqda. Birinchi taym yaxshi o'ynab berdi, lekin Marokash. O'zbekiston o'ynasa-da, masalan, mana bolechiklar turibdi, sari qizil o'tiribdilar. Voy. Kunyadan chiqib ketgan. Stadiondan bir 50 ming odamdan ziyoddan bu 80 ming как minimumdan 80 ming odam pulni bilet sotiladi-da. Savoldan siz. O'zbeklardan shu 40 ming odam o'tiramakan. Чистый o'zbek. Ya 80 Nerede, ming stadionun özünden? o'tiradi. Stadionda? Amerikada o'zbeklar ko'p. Amerikada o'zbeklar ko'p. Ketib, sen Amerikada yursan, kelmaysan O'zbekistondan. Giradi, Jo'ra giradi, men hammasi giradi. Men Amerikada yursam, ishlasam, yashasam, men girgan bo'laram O'zbekistondan ham o'yinda. Ali necha bir odamlar men yetganda yana futbol uchun. Ana? Ana. Biroq darvozabon buni mahorati uning Shu men hozir Jo'ra Meksikada o'tdi. mazali gaplarga tutdi hozir. Shuni necha tarim bilmayman. Necha desam ekan deb tutman hozir. Ha, menga futbol Futbolga nisbatan shunday mazali gaplar bor. Adam boshlanadimi? K S'dan bor. Zo. D vitamin, C vitaminlar bor. No bular Xorazmcha so'kinda. Borataris yo'ldan Xorazmcha so'kingan. Rangina qaydi. Hammasi poplanim degan niyat qo'ydasiz. Yo'q, yatayardi men. Dalek ben 87 bilan 89 da uradilar-ku ben. Yo'q, Jo'ra, hech qachon qaytma. Tan oldingmi? Hech qachon qaytma. Braziliya formasini chiqib yaqinlaydi. Ha? Yo'q, Jo'ra. Braziliya Vini banan bile. Sen dum Vini'nin Ronaldo'nun derecesine çıkardın neydi? Yaxşı. Yo'q. Vini yaxshi o'ynaydi axı Jo'ra. Vini oynayacakmıyız ha, oynamasa? Yo'q, hadi. Mal ko'proq Portugaliyani poza ishtasi yoqadi. Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes. Taniysanmi ballar? Jo'ra hozir bular ishini time-outdan olib turasizmi? Menda bir savol gap qildi. Ha. Kelajakdagi maqsadlar, nelarnichik, rejalar. Bular boshimandaycha bir yuring aytib beradi. Sразу ters. Kelajakdagi maqsadlar 1 million подписчик bo'lish. 2027-yil tugayincha deb plan etib qo'yibman o'zi. 2026-yilni tugashinicha xudo xolasa 200 ming bo'lish. Toshkentdagi zo'r kontent etib turgan blogerlar bilan kontent etish. Yanada главный Zidane. Necha bitdi bu bola? Yanada главный roki esa kino sohasiga kirib ketish. Kino sohasida rol o'ynashmi yoki kino olishmi maqsad? Rol o'ynash. Men rejissyor emasman. Kinoda rol o'ynash. Masalan, Toshkentda yaxshi kino olib boshlanadi. Seriallar. Shulardan уже chiqib, ostan dan olib Instagramdan bir vaqtda yuritib, shu bilan birgalikda shunday maqsad bor. Kinoda yani bizning kinolarni chiqaraysan sen. Oxirgi chiqib turganlar.
Oxirgi chiqib turganlarini yaxshi qarayman. Fars chiqdi, zo'r kino. Dasha chiqdi, yine zo'r kino ungan. Keyin Chempionmi? Qaysi kinoda u? Chempion chiqdimi keyin? Chempion chiqdi, ungan yaxshi kino deb eshitdim, uni ko'rmadim lekin. Yaxshi kino olib boshlatdilar bizdan. Iloyim. Ahad Qayum kinomi yutmagan ya. Ahad Qayum. Birga kinolarimiz ham bo'lganmi? Yo'q, Qaysi kino? bir period bu o'zi. Ulug'bek Qodirov, Alisher Uzoqov, Adiz Rajabovlar kinoda hammasi ketib qoldi-ku. Ana shu periodda bir tushib qoldik biza. Masalan, pomidorni sanab qo'ygan qaynota degan kinolarga tushib qoldik. Keyin ya navadu qaynonasini, qaynota kelinni yaxshi ko'rib qoldimi, bir narsalar degan seriallarga tushib qoldik. Hamma ya ustidan gul buradi-ku. Ya kadr ko'kko'tdilar serialda. Neden o? Общий kadrdan o, короче, adamlar. Üçüne derpen kadr. Televizordan gitip tuttu serial. Üçüne derpen tuttu kolu. Kadram oynayıp yaptı yemin ettirip adam var. Aşının perioda çıkıldık. Lekin evvel mesela tünden ton geçe. Keyin Panoh, Ulug'bek Qodirov oynagan kinolar. Bo'rilar mesela şu kinolarni ko'rib o'sganman men. Tuni sen bilan ham ko'rib o'tiradik. Bu kinolar mesela legenda. Aktyorskiy sostav ham zo'r. U vaqtda menimcha kino sohasida kompyuter tema bo'lmagan. Kompyuter tema bilasan? Hozir kompyuter bo'lyapti. 2000 ga barading, ertang chiqasan sen kinoda. Pomidorni sanab qo'ygan qaynotani bolasi bo'lib. Ma'rif aytadi, u kompyuter. Shima bo'ldik, uni puli qolmadi. Yangi kompyuter. Mam chiqqanlar kino. 2021da shu TikTokda yurgan vaqtlarim telefon tutdi. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Azizbekni telefon nomerimi? Ha, Azizbek telefon nomeri. Sizga kinoda rol taklif qilmoqchi edik. Habarim so'rab, "Az bo'ldi, zo'r. O'ynaysizmi rol?" Ava. Lekin bir muammosi bor edi. Ava. Normalmi? Расходы bor deydi. Ha. Sen tasavvur et, sen chiqib tursan. Sen o'zing aytib tursan, расходы bor deb. O'zing chiqib tursan lekin, bu sana chiqsan biz aylamaymiz. Ne расход? Aytdim, uzoqroqdami ya, Samarqandda bosh kerakmi ya? Andijondami ya, birlar ketish kerakmi ya? Ne расход desam, $2000 500 kerak deydi. Abetdan keyin dedingiz? $2000. Hozir sizga telefon qilib yuborsam bo'ladimi? Men bitta maslahat qilib yuboray dedim. To'g'ri qildim bo'lsa. Keyin urilmadi telefon. $2000. Ha, sabtab bittu. Do'stlar 87 o'tdi. 89 ham geldik, xudo xolasa. Azizbek bir dedimi? Dedi. 3-1 degan shotlar aytib berdi, kallam mart tizlaman doğrusu. Azizbek bir dedimi? 1-1 bo'lishi kerak axir. To'g'rimi? Ha o? Do'stim, men sana o'yin boshlanmasini eldan aytaman 1-1 deb. Kim gol urishini aytmadimmi? Hujumchi gol uradi dedimmi? Adını bilinmenden prost. Urdu mu? Urdu. Mana Vini chalashtirdi, bilan telefonda boshqa gap aytmadim o. Sen belki gaplashmagandirsan Vini bilan. Gaplashdim Telegramda. Sen lekin vaqting bor. Lekin 1-1 o'yin, do'stim. Ba, uradi hozir. Tamamda. 20 asr oxirlarida o'ynagan Marokash tarkibida. Bola u qo'ymasa bo'ldi hali. Murabbiy tomonidan biroq baribir to'pni saqlab qolyapti Marokash. Hujum davom etadi. Uchrashuvning so'nggi daqiqasi o'tib boryapti. To'pni yana egallab olishdi braziliyaliklar. Qarshi hujum bo'ladi hozir. Qanga yetamizmi ishada? Bila adı sal noto'g'riroq ekan. Kuniya. Kuniya dedim ya. Kuniya. Hamma xini qo'yib Hindchada ya. Hindcha siz o'xshaydi ekan-da. Mayli, xini qo'yib qo'yasan. Aytganimdek o'sha
Yok ekstra time. Bu aytdim-ku bu qo'shiqlar. 10 minut nechun ko'shdi bilasanmi? Qo'shdilayni. Sen uchun ko'rsatdilar uni. Sana şansı bular emas. Joram manga ne şansı? Üçü birde bo'ldi. Braziliya şans. Ina, Ona sana. ina. Bera qo'y birsine. İşodan biring urvara qo'y. Hey davay keyingilarindan ümini nesa bo'ladi qarchi. Sen bir to'shi shot aytasan, men bir to'shi shot aytaman. Kimiki o'xshasa shu qarchi ertang netadi qarchi. Eriydi. Evet. Evet. Yanmaydi. Ya uzun. Uzun ya evet. Nima deyishdimi? Hava ne diş? Meye izbek bilan manga shu Fabinho. Nadirbekmi? Bunu tanıman akşamlar çıkamaz değil ne? Vinicius Hakimi'den Aşraf ne olacak ya? Hey. Burçak topu işleri. Bu yuvermeyapti-ku bu bola. Axı Vinya. Diyeyim ben taptım xudo xolasa bir bo'lsa. Jora hali 9 minutumuz bor. Ertang abet bo'laversin. 9 minutumuz bor bizning. Halol. Oo, ne yetti olacak ki. Ha 2 minut 5 minutdan görsün mü? Kan işede bir gol bada bo'lisam. Yok. Ya o iki. Şunu badına bir urup beringlar. Şu ikisini badına. Menince bitti bellada. Kunya. Yurgan ekan bu. Yapsana adam Kunya. Kuyna mı? Kuy. Kunyahi. Endi bazı Jora kara gol bab edi. Gol ba. Gol. Ha. Va hadi ne oluyor? Düşünerse boladı asker attı. Çapakay dettin. Dunyahi. Pyari zindagi, miari ashiki. Abi tum hiho. Zindagi. Sedim pitch'de bo'lsa ham Marokashda. Ha, Marrakesh 32 kedi. Yine bir oynuyor. Kim? Marrakesh. O kim bilan? Az 30 sa. Chiqetam? Yo'q. Utsam yana 2 o'yin majburiy o'ynaydik ikki komandan. Bundan tashqari. Kalesi futbolist Dagestan centralni atakuющий. Kim edi? Ha. Как будто bir Konchennimi? Danilo hozir xavfni bartaraf etdi. Marcelo. Braziletsku Marcelo. Marcelo. Ronaldo'dan kichik. Yetti emasmi u? Yetti-ku, yanglashtirdik ku. Halkanı bir birinchi formada Vallahi. Ronaldo formasına karşı. 28 yoshlar baloga. Ronaldo jillah u. Odam nasıl terminal? Men bu bilan bir pokoleniya yashab turgan olmadim so'raman lekin. Sen şu pokoleniydagi hamma Donido знаменитый odamlarga aktyorlar, bo'lgan kurashda erkin futbolistlar, Ronaldo ba'zi aurasi dumgushidan любой odam Oqay, o'ylasan. men kallasini bosib qo'yibdi. Qara. Bizning pokoleniyada Gaz. Tommy Jerry, ну погоди. Bizdan keyingina ko'rmayman narsa. Ну pogodi, ani ko'rmaylar bizdan keyingilar. Ну, pогоди. Ну, zayt. Kinolar. Sen ko'rganmisan? Ya. Iya. Çıkmadı ben görüyorum. Ha? Iya. Ya. Neden geldi o? Ha, Ebe xudo. Şey şartım sen doğulma ne diyorsun? Ha, iya. Ya. Ha? Çorak Ya bayağı. doğulma dedin lekin bebek gelin lan. Iya. Abi anlarsa başkaça Ne yapmaya diyorsun dostum? Allah iyi. Kim ikisi? 2. Kü. Hı. Kim mi? Hı. Hı.
Ben 3 yaş vaktim sen 1 yaşta diş olmuyordu ki doğru mu? Sen qaysi oy? Bermadi. Kaysa ayım bilen ne işin var? Noyabrsan sen. Hop noyabr olsun. He. noyabr olsun. 1,5 yaş bo'lsan sen benden. Sen 3 yaş vaqtingdan 1,5 yaş bo'lganmi? 2,5 yaş var olacak. Yok 2,5 emas 1,5. Sen 3 yaş vaqting. Yaxşı ben 2,5 yaş vaktim senin dişin var mı? Ava? Sen dişin oladı. O boyadi, ishonmaysan. Ozod ish bor edi birdan. Koysa bu mi? Azı değil. Azı diş. Akıl diş de. Yo, boyadi, seriöz ey, ishonmaysan emas. Geplep çıkkamasa ya. Yo, isbotlab berib bilamandan, lekin boyadi, seriöz. Geplep çıkkamasa. Aa. Mas Ulug'bek sana. Yangi gol o'tiran yetmayanning. Kallani qo'ysanizlar, ha balla bile. Bilen bize bilen. Al murabbiyatga nisbatan jarima zarbasi ishlab Kalla bile o'ynab bilmaydi tutdilar, kalla bile. Braziliya kurası var ya. nisbatan xavfli nuqtada Bunca batıptı o bu nerseni. jarimadan zarba Ha, berish Sucuya bak. Oo, yo'q, biladi, sizga yo'q. Yok, Sucuya'da kamera var. vaziyatga sabab bo'lishi mumkin. Sudya. Eslatib o'taman, Braziliyaning keyingi o'yini Haiti. Body kamerasi bor ekan, body kamerasi. Va bu New Yorkda bu tutdi ekan o'yin, ey. Siz bilan gaplashgan gaplarimiz. Do'nay chiqibdi. Tumoz, bu narsalar. Yok ey, Ronaldo mu yok? Demak, yan murabbiyatdan pas va to'ppa to'g'ri Alisson Bekkerning qo'llariga to'p kelib tushyapti. Ikkinchi taymda ancha sust harakat qilyapti Marokash, ya'ni Fotoğrafını bakma, Çex depkende ancha yakarız. sustlashdi. Chexov? Haligacha birorta zarba bermabdi. Eng qizig'i ikkinchi taymda Marokash mana bu vaziyatni ham hozir zarba deb qabul qilishmasa kerak. Yomuşa bir şey kaçı da verelim. Braziliyada esa 7 ta zarba bo'ldi va ulardan 3tasi aniq chiqdi. Birinchi taymdan keyin ko'p maqtab Efendim ayakın teyir tasarruf versen. Gol geçsen. Ikkinchi taymda vaziyat yaratish ham qiyinlashib ketdi. Yola. Va asosiy tarkib vakillarining Biru bir do'stlar shu taqir. zaxiraga olindi. Bu ham 100 minut oynadı bu, 90 ama biz. biroz salbiy ta'sir o'tkazmoqda. Uçtu, uçtu. Hey. Ya bu momentan ne Aldab yapıyordu? o'tdi. O diş tutturuyor ki. Himoyachidan Yetingda to'xtama. Refitlarni ko'rishgandan keyin kuzatiladi. Vinicius yana to'pni olib qo'yyapti. Bugun Vinicius gol urdi, juda muhim gol urdi, juda chiroyli gol urdi, lekin qolgan vaziyatlarda Vini ne shunda o'tdi, bilet. Shu sababli ham Vinicius hozircha Braziliyadan O'ynamayapti. Ular bilan zamini olaveramizmi ya? Yuqori ball olgan futbolchi aynan u emas. Chunki xatolar ham ko'p bo'lyapti. Hakimiy olmada Ona! Double save. Mana oxiri zarba ham ko'rdik Marokashdan. Alisson to'pni qo'llaridan chiqarib yubordi va Amaymuni unga ulgurishiga bir lahza qoldi. Amaymunining zarbasini Demasa gol urmadi. qaytarishga qiynaldi. Alisson Umuman dertmanmasami? Ha. ikkinchi zarbani ham baribir qaytarish. Qanchadan ko'rarkan to'g'ri batmay. Kutilmagan zarba. Yo'q, chiqib botir ekan u. Bilyapmizki, zarba biroz noaniq bo'lgan ekan. Chiqib botirgani yo'q hali. Botiradi, zo'ra. Bala ichida gol uradilar. Qo'shib berilgan Ha? Ichida gol uradilar. Birini ikkitaradi, ikkini ikkitaradi. Metre tayyor dedi. Birini ikkitarasana. Bir normal nimaqida yani. Yaxshi bu da. Vay vay, bu ne kadar? Yataver ekan bu Marakash. Yana tuzatma ikkinchi qavatda, lekin ko'ryapsiz, bugun Braziliya umuman imkon bermayapti. Bu safar ham ishonchli o'ynadi braziliyaliklar. Uşat Hakan alıp geçseler. Shuning bilan demak o'yin yakunlanadigan o'xshayapti. Chunki Marokash shoshmayapti hujum qilishga, vaqt esa juda ham oz qoldi. Katta ehtimol hozir Slavko Vinci chiqishdagi ham Hey. Nereden korkadı ola? Timur sen de Slavko Vinci tushdi Tamam. Marokashni bir Ya işte aksamı kim şampiyon boladı? Chelsa ham bo'ladi. Oyunlu çıkıyor. Ulubek size. O'yin. Oyunlu çıkıyor oyun. Men kutganimdan bo'lmadi.
Öz oyunun başında 3-1 bo'ladi dedim, lekin men aytgan narsalar xato bo'lib chiqdi. Azizbek. Bilmayman, to'g'ri aytib qo'ydim. Bilmayman? Ha, sen aytsang, sen o'xshamadi. Men to'g'ri topsam bilmayman lekin. Birov bir ertang Ulug'bekdan bet. Braziliya Marokash o'yinini biz ko'rdik. Birinchi o'yinda kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr, keyingilarida yanada zo'rroq, yanada sifatliroq, yanada kreativroq atib, safimizni ham kengaytirib kelamiz. Ikkinchi o'yin menimcha katta ehtimol Fransiya Senegalmi, kim shu o'yinni ko'ramiz o'xshaydi. Xullas, hammaga xayr. Pastda podpisatsiya degan knopka boshqa bosib qo'yinglar va ertang video chiqadi. Videoni Telegramga qo'yamiz, YouTube'a qo'yamiz. Instagramdan shu iPhone 7 Pro Max notebooklar haqidagi ma'lumotlarni berib o'tamiz. Siz ham qatnashing, siz ham o'tishingiz mumkin. Hammaga xayr, hammangizni yaxshi ko'raman. Viniya beta tushirding meni.